O'shaning uchun men har doim aytaman, savdoni masalasi kelganda biz savol berishimiz kerak. Bu industriya muammosimi yoki bozorga kelgan bir muammomi yoki bozor yaxshi, mandami muammo? Bunikidan kattaroq bo'ladi. Summada emas, foizda. Tushunyapsiz? Nima uchun? Kichkinaligida siz $1000 оборот qilyapsiz-da, keyingi yilga o'rtacha 5000 оборот qilsangiz 5x o'sgan bo'lasiz. Oxiri siz 30% o'sishingiz mumkin, lekin u 30% siz обороtingiz oyiga o'rtacha $1 million bo'lishi mumkin. Va uni solishtirib bo'lmaydi. Agar u masalan 3 ta xodimim nimadir bo'lib, shunda bo'shab ketsa, meni 50% daromadim olib ketib qoladi. Davay, yaxshiroq sotgan. Bu zo'r deb turib 500 ni 1000 ga olib chiqish. Ikkinchisi 0 joyiga kirib turib, "Meni sotinglar" deb aytish. Odatda ikkinchisi yaxshiroq ishlaydi. Yaxshiroqki osonroq ishlaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Yangi loyihaga start berdik. Bu loyihamizni Business Consulting deb nomladik. Hozirda juda ko'p shunaqa shu turdagi loyihalar bor. Rus blogosferasida yoki rus nimasida, auditoriyasida buni biznes razbor deyshadi. Ya'ni biznesini ichiga kirib, tahlil qilib, qanaqadir muammoga javob topish. Men o'zimning faoliyatimda buni consulting deb atayman. Har kuni aynan shu ish bilan shug'ullanaman. Ko'plab shu kunga qadar yuzlab tadbirkorlar bilan ularning biznesini tahlil qilib, ularning muammolariga yechim taqdim qilganmiz. O'shanga bu yangi loyiha, xudo xohlasa, tadbirkorlarimiz bilan, biznesda egalari bilan ularni biznesida uchraydigan muammolariga yechim berish maqsadida shu loyihani boshladik. Mana bugungi mehmonimiz Ilyos aka, xudo xolasa, aynan bularni biznesidagi uchrayotgan bir muammo haqida gaplashamiz. O'shanga xush kelibsiz. Aziz aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qisqacha o'zingiz haqingizda aytsangiz, siz qanaqa biznesdasiz, nima muammo bor, o'shandan boshlasak. Men Usmonov Ilyos, Kofru brendi kompaniyasining asoschisiman. Biz dorivor o'simliklardan davolovchi preparatlar ishlab chiqaramiz. 2019-yildan beri faoliyat olib boramiz. 2019-yildan beri faoliyat olib borasiz. Dorivor o'simliklardan davolovchi har xil preparatlar. U qaysi yo'nalishda preparatlar? Qaysi kasalliklarga qarshi? Endi hozir o'zi 15 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Lekin asosiysi mana shu Kofru degan preparatimizni 3 xil pozitsiyasi bor. Asosiysi biz ham sotuvni yo'lga qo'yishni shu narsaga urg'u berganmiz. Bu Kofru kaplimiz bor. Chaqaloqlarga 2-3 oylikdan boshlab ichiladigan kapli. Uni ham anginaga shishmaydigan tabletkamiz bor va parashogimiz bor. Okay. Ya'ni 15 xil preparat imенно ko'proq anginaga, umumiy shamollashga va yo'talga shuna bo'lyapti. Ya'ni asosiy yo'nalishingiz imенно shu 3 xil. Aynan faqat bolalargami yo yosh kattalarga ham? Yo'q, masalan, Kofru kaplimiz faqat bolalarga. Shu kattalarga ham bor? Oylikdan yo'q. Kapli kattalarga yo'q. Kattalarga nima bor? Kattalarga umumiy shamollashga Kofru degan parashogimiz bor. 15 xil dori dedingiz, 15 xil o'sha dori emas bu. O'sha davolovchi preparatlarda 15 xilida ular nimalar ham bormi? Boshqa kasalliklar ham yo faqat shu yo'nalishda? Yo'q, kasal emas. Masalan, Uralen degan preparatimiz ham bor. U ham sotuvda yaxshi. Effekti, keyin vitaminlarimiz bor, D3 bor, kalsiylarimiz bor. Zo'r. Yaxshi. Bu sohada 6 yildan beri demak shug'ullanyapsiz ekan. O'zi 2015-yil farmatsevtika institutini tugatganman. Aynan texnolog fakultetini tugatganman. 2014-2015-yillar o'qish davomida Nochda, aptekada ish tajribamni olib borganman. Keyin 2016-yili o'qishni bitirganimdan keyin 1 yildan keyin o'zim apteka ochganman. 18-yili bu o'zimni yo'nalishim bo'yicha izlanib, 2019-yili shu sertifikatni olganman. O'zimni shu preparatlarning sertifikatlarini olganman. Zo'r. Demak, siz mana aptekada ishladingiz, ya'ni retailda ishladingiz-da, keyin pastga tushdingiz. Pastga tushdingiz deganmi, ana integratsiya nuqtai nazaridan biznesda
Misol uchun gorizontalniy integratsiya bor, vertikalniy integratsiya bor. Vertikalniy integratsiya deganimizda, mana misol uchun siz sotuv qilyapsizda, endi ishlab chiqarishga tushdingiz. Brendni egasisiz, hozir Kofru degan brendni egasisiz. Hozir apteka sotmayapsiz. Aptekangiz yo'q. Yo'q, aptekam yo'q hozir. Bo'ldi, zo'r. Endi aptekalarga o'sha yerdan chiqib ketdingizda, ishlab chiqarib tarqatyapsiz. Okay, zo'r. Qisqa qilib tushundik. Qaysi yo'nalishdasiz, nimasiz? Endi suhbat davomida yana tushunishga harakat qilamiz. Asosiy masala nimada hozir? Asosiy masala 2019-yildan beri bu narsani ommaga targ'ib qilib kelamiz. O'sib, mana 2024-yil, mana 2024-yil, 2025-yil biz o'smadik. Mana shu bir xil miqdordagi sotuvga erishgan. Nechinchi yilgacha 2024 bilan mana 2025 bu yil o'smadi. Ha. O'sdik juda kam miqdorda. Masalan, har yili 2x o'sib kelganmiz biz. Hozir mana shu yerga taqalib qolgan tochkamiz. Undan u yog'iga o'sa olmayapmiz. Zo'r. Asosiy zapros qanaqa qilib o'ssam bo'ladimi yo nima? Nima masala? Ya'ni sizni asosiy hozirgi muammoingiz nima uchun o'smayapmanmi yoki nima? Nima uchun o'smayapman? Buni ham ko'rib chiqishimiz kerak. O'sish uchun nima qilishimiz kerak? Buni ham yechimini berishingiz kerak azizlar. Zo'r. Yaxshi zapros. Nima uchun o'smayapman? O'sish uchun nima qilishim kerak? Birinchidan bir sekin-sekin tushunib olamiz, qanaqa qilib o'ssa bo'ladi va qayerda o'ssa bo'ladi. Ikkita masala bor. Birinchisi o'zi o'sish mumkinmi, yo'qmi deb qarashimiz kerak. Agar butun bozor pastga qarab tushayotgan bo'lsa, misol uchun preparatlar nuqtai nazaridan va umuman bozor kengaymayapti, o'smayapti, hamma o'smayapti desa, aytaylik, siz bu yili qancha o'sdingiz? 24-25? 23 ga nisbatan 2x o'sganman-da. Yoki summani. Hozir 24-25 da qancha o'sdingiz? Mana 24-25 ham taxminiy 23 savdosi qanaqa edi? Hozir. Masalan, 23-yili oylik oborotimiz $20,000 bo'lgan. Hozir 40 mingda hozir. Aytaylik, 23-yili o'rtacha $20,000 bo'lgan. Oylik savdo. Bu sezonnisi bor, boshqasi bor. Bu o'rtacha olingan. 24da qanaqa bo'ldi? 24da 40 ming. 2x. Yo'q, 35 mingda. 35 ming. 25da. Hozir 40 mingda. 25da 40 ming. Ya'ni o'sdingiz, bu yerdagi o'sish sur'atidan sal pastroq o'sdi. Okay, zo'r. Bu nima? Endi men aytmoqchi bo'lgan muammo, agarda bu yerda qarang, 5000 o'sdingiz-da, 24 ga nisbatan 5000 o'sgan bo'lsangiz, bu yerda 15000 o'sgansiz-da. Sekinlashdi o'sish. Aytaylik, bu yerdagi o'sish tempingiz taxminan qancha bo'lyapti? 5000 bo'ladigan bo'lsa, agar 10% 3,5 sizda 7 где-то 15%, 20%larcha o'syapsiz. Agarda butun bozor aytaylik 10% o'sgan bo'lsa-da, siz 15% o'sgan bo'lsangiz, men aytaman, bu normal holat sizda. Tushunyapsiz? Bu norma. Bu birinchi masala. Har doim biz nima qilamiz? Har doim qaraganda o'zi bozor o'syaptimi, o'smayaptimi degan savol berasiz. Ya'ni muammo sizdami yo bozordami? Agar muammo bozorda bo'lsa, bu bo'lishi mumkin yo qonunchilik, yo raqobat kuchayib ketgan, yo odamlar olmayapti, yoki aynan sizni preparatlaringizga alternativa chiqqan, qanaqadir innovatsion yechimlar chiqqan. Bo'ldi. O'shaning uchun butun bozorda именно sizni yo'nalishingiz, aytaylik, yo'tal yoki qanaqadir shamollashga qarshi bo'lgan preparatlar hammasida savdo tushib ketgan. Hammasida o'sish tempi taxminan 10% bo'lgan, sizda 15%, 20% bo'lgan bo'lsa, unda problema emas. Aytaman, Yunus aka zo'r qilyapsiz ekan. Yaxshi ekan ishingiz. Sizning maqsadingiz nima bo'ladi shunda? Nima bo'ladi maqsad? Nima deb o'ylaysiz? Shu holat bo'lsa. Ushlab qolish bo'ladi. Zo'r. Bu holatda maqsad
mana shu savdoni ushlab qolish. Ha. Chunki o'zi yomon emas ekan deysiz. Endi ikkinchi masala bor. Ikkinchi masala, agarda butun bozor o'syapti, aytaylik teskarisi. Bu yerda butun bozorda 30% o'sish bo'lgan, sizda 15% bo'lgan, siz bozorga nisbatan 2x kam o'sgansiz. Tushunyapsizmi? Bu bozorga nisbatan yomon ishlayapsiz. Bunda o'sha nima deymiz? Demak, muammo sizda. To'g'rimi? Keyingi etapga o'tamiz. O'shaning uchun men har doim aytaman, savdoni masalasi kelganda biz savol berishimiz kerak. Bu industriya muammosimi yoki bozorga kelgan bir muammomi yoki bozor yaxshi, mandami muammo? Buni hal qilmagungacha ikkinchi etapga o'tib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki agar siz manda muammo ekan deb turib harakat qilyapsiz-da, u butun bozor o'zi rivojlanmayotgan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Unda siz ortiqcha resurslar sarflaysizda, baribir muammoni hal qila olmaysiz. Chunki bu shuni misol uchun sezon yo'q deylik. Sezon sizlarda скорее всего o'sha kuzda keladi, kuz-qish. Yo'talish ko'proq bo'ladi shunda. Kuz-qish, chunki viruslar, sovuq keladi, peripad temperatura va hokazo. Endi yozda kam bo'ladi. Sizda yozda savdo tushib ketadi, to'g'rimi? Bu tabiiy. Bu degani yozda buning savdoim tushib ketdi, davay to'g'rilashim kerak demaysiz-ku. Nimaga unaqa demaysiz? Chunki intuitivno siz bilasiz, o'zi bu sezon, bunga hech narsa qilib bo'lmaydi. Odamlarni majburlab bo'lmaydi. Ularda o'zi nimada? Xuddi shu analogiya nimaga ham keladi? Imенно industriyada, agar industriyada nimadir bo'ldi, o'shaning uchun prinsipi men holatim yomon emas ekan deysiz. Buni tahlil qilish kerak, o'rganish kerak. Sizning holatingizda nima? Meni holatimda bilasizmi yo'qmi? Aniq bilaman. Respublikada 40 ta sotuv agenti olsam bo'ladi. 40 ta sotuv agenti bilan respublikani to'ldira olaman. To'ldira olamanda, menda 12 tada. To'xtab turing. Hozir keyingisiga o'tmay turaylik. Butun industriyada, bozorda sifat bo'lganmi yoki faqat sizdan? O'sishmi? Birinchi savolim shu. Endi masalan biz sohadagilar bilan gaplashsak, o'sish u darajada emas. Chunki bozor o'ta to'yingan. Hammada. Zo'r. Demak, hammada o'sish to'xtagan. Даже mana hozir ko'p kompaniyalar bildim, u yo'qordi ko'p. O'sish yaxshi emas. Ko'pchilik bilan mana sohadagilar bilan gaplashib qolganda, shu 2024 ushlab qolish uchun kurashyapman degan narsani beradi. Zo'r. Lekin o'sganlari ham bor. Masalan, hammani ayta olmayman-da. O'sganlari ham bor. Zo'r. Demak, siz aytyapsizki, bu hammada to'xtagan, ba'zilar o'sgan, ba'zilar o'smagan, в целом sekinlashgan. Men biladigan mana shu bozordagi kompaniyalarni mana kuzatib yuradigan, masalan, lider kompaniyalar kuzatib yurasiz. Shularni ham bilyapman, даже ko'p narsasini olib tashlandi. Bular internetlarda ponni yurganda. Hozir ular ham sekinlashgan. 2-3 yil oldin shu reklamalari tinmaganda. Hozir yo'q, olib tashlagan. Даже call centerlargacha chiqarib oldi. Zo'r. Qarang, demak, biz birinchi xulosa qilaylik. В целом olganda bozor sekinlashgan. Aniq raqamlar yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Agar nima deydi, kitobida qanaqa qilinish kerak, aniq raqamlar bo'lsa, misol uchun butun industriyani hajmi qancha? Industriya deganda siz aynan sizni bozoringiz. Butun preparatlar shart emas sizga. Sizni o'sha nima davolovchi vositalar yo'nalishidagi boshqa o'yinchilar va umuman mana shu bozorda holati qanaqa degan tahlillar bo'lishi kerak. Ular agar ularni tahlili bo'yicha siz har yili bozor o'syaptimi, o'smayaptimi, buni nazorat qilib turish kerak. Chunki qaysidir paytga kelib bozor o'smay qoladi. Ya'ni bunday to'yingan bo'ladi. Men azaki shuni bilaman-da. Hozir masalan menda nima uchun u yo'q desangiz, menda birinchidan shu 40 ta xodim o'zi yo'q-da. Men hal o'sish nuqtamni aniq ko'raman. Men hozir 12 taga 28 ta xodim qo'shsam, aniq o'saman. Zo'r. Menda aniq nima? Ertaga 40 ta bo'lganimdan keyin
уже shu hisob kitobga o'taman. Chunki bozorda hamma joyni egalladi. Endi necha foiz qilishim kerak, kimni anaqa segmentiga yaqinlashib olishim kerak degan narsalar o'ynayman-da. Hozir xodimim bo'yicha hozir eng katta muammo mana shu xodim bo'yicha. Qarang, men hozir xodimga o'tamiz. To'g'ri, ko'pincha biz ya'ni 12 ta xodimim bor, 28 ta xodim qo'shsam o'saman, qanchagadir o'saman. Bitta filialim bor, ikkinchi filial ochsam o'saman, yana nimadir qilsam o'saman deydi. Bu bizni mantiq bizga aytadigan narsa. Men o'shaning uchun ketma-ketligini tushuntirmoqchiman. Ketma-ketligi bo'yicha siz to'xtab tur. Haqiqatdan ham o'sa olamanmi yo'qmi? Bozorda haqiqatdan industriya to'yilganmi, to'yilmaganmi, nima bo'lyapti ketish kerak. Unga borasiz. Ko'pchilikda muammo mana savdo tushibdi, nima qilaman desa, to'xtab tur. Savdo xodimlar ko'paytiraman, preparatlar ko'paytiraman, narxini tushiraman, reklamani ko'paytiraman. To есть 3-4 ta hali mantiq beradigan решениялар borda. Qaysi biri to'g'ri bilmaymiz. Nimaga? Chunki undan oldingi fundamental tahlilni qilmaymiz. O'shaning uchun men aytayapman, ketma-ketlik bo'yicha o'zi hammada tushdimi, tushmadimi? Siz aytyapsiz, hammada sekinlashgan, tushmagan, o'sish sekinlashgan. Jumladan menda ham sekinlashgan. Lekin aytaylik, sizda hozir 15% ga o'sish bo'lgan bo'lsa, bu yerda katta o'sish bo'lgan, undan oldin 22 21larda вообще x o'sgansiz. X o'sgan. 2x o'sgansiz, ya'ni 100% qanchadir o'sib turib 15% ga tushib qoldi. Bu riski to'xtashga o'xshaydi. Endi siz aytyapsiz, to'g'ri, industriya sekinlashgan, lekin men bunchalik sekinlashmasligim kerak edi. Men aytaylik, o'ssam ham balki 30% o'sishim mumkin-edi. Balki 50% o'sishim mumkin-edi. Chunki undan oldingi yillari 100% o'sganman. Deyapsiz-da? Okey, zo'r. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala ko'pincha mana yildan yilga o'sganingizda, mana 1-yil, 2-yil, 3-yil, 4, 5 bo'ladi-yu. Maytda boshlaysiz. 1-yil maytda boshladingiz, bunday o'sdingiz, bunday o'sdingiz, bunday o'sdingiz, bunday o'sasiz. Ya'ni mana bu atrezikdagi o'sish tempi bunikidan kattaroq bo'ladi. Summada emas, foizda. Tushunyapsiz? Nima uchun? Effekt низкого starta deydi. Effekt низкого starta degani, ya'ni kichkinaligida siz $1000 оборот qilyapsiz-da, keyingi yilga o'rtacha 5000 оборот qilsangiz 5x o'sgan bo'lasiz. To'g'rimi? 5x o'sgan bo'lasiz. Undan keyingi yili 10000 оборот qiladigan bo'lsangiz, o'sha summada o'sha o'sdingiz. No 2x o'sdingiz xolos. Siz aytasizki, oldin 5x o'sardim, endi 2x o'sdim. To'g'ri. Keyingi yili 1x o'sasiz. No summada undan ko'proq o'sasiz. Tushunyapsiz? To есть bog'lar shunaqa. Oxiri siz 30% o'sishingiz mumkin, lekin u 30% siz обороtingiz oyiga o'rtacha $1 million bo'lishi mumkin. Va uni solishtirib bo'lmaydi. O'shanga ikkinchisi savdoni o'sish templarini sekinlashishi tabiiy bo'ladi. Ya'ni kattalashgan sari, оборотlar kengaygan sari sekinlashadi. Bu norma. Endi bu norma ekan, demak, jim turaverishim kerakmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, unaqa emas. Bu haqida gapirmayapman men. Keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda o'zi o'sish mumkinmi, yo'qmi sizda? Sizni haliga 40 ta xodimingizga kelyapmiz endi. O'zi o'sish uchun nima bormi? Patolog qattasiz. Aytaylik, sizda o'zi hozir o'rtacha aytaylik $40,000 оборот qiladigan bo'lsangiz, oyiga mana shu preparatlarda bularni maksimum qancha sota olasiz o'zi? To есть bunga savolga javob, bu bozorni o'zi общий dolyasi qancha deyman. Ya'ni aytaylik, butun bozor bo'ladigan bo'lsa, bu bozorni siz bu bozorda 40,000 оборот qilyapsiz. Bu dolyada qancha deyman? Qancha? Bilasizmi? 1% chiqmas. Da, 1% chiqam chiqmay buni aniqlashingiz kerak-da. Agarda buni dolyasi misol uchun 1% bo'ladigan 0.01% deysiz ham bo'ladi. Agar 0.01% bo'ladigan bo'lsa, sizda bu yerdagi nimani chiqaramiz?
общий bozor. Agar misol uchun 10% bo'ladigan bo'lsa 400 ming bo'ladi, to'g'rimi? 1% bo'lsa 4 million, 0,1% bo'lsa 40 million. Qancha bo'lyapti? 400 millionlik bozor bo'lyaptimi? Unda слишком katta bozor olib ketyapti. То есть siz mana bu общий bozor qancha deysiz? Dolyasi va qancha dolyani olmoqchisiz. Agar siz aytaylik, bu preparatlarim bilan mani butun bozorga agar tarqalsam, хотя бы misol uchun men где-то 5% da oladigan bo'lsam, o'shanda men yaxshi natijaga erishaman. Va buni keyingi 3 yilda, 5 yilda olmoqchiman deysiz. To есть shunaqa qilib o'zingizga reja qo'yasiz. Bu rejani qo'yganingizda siz aytyapsizki, men hozir 25-yildaman. 30 ga ham deng. 26 da 27, 28, 29, 30. Bu yerda hozir sizda 40 ming dollar оборот. Соответственно, bu 30 da qo'ydingiz. Оборотni bu 1 oylik bo'ladigan bo'lsa, 1 oyda bilmadim, 1 million dollar оборот. 1 millionga olib chiqmoqchiman. Bo'ldi. Qanday olib chiqasiz? Скорее всего, mashina olib chiqasiz. Bu degani qanaqa o'sish bo'ladi sizda. O'zi anu 1 oylik оборотdimi, birga olib ichimdagini aytdingiz-da. 1 millionga olib chiqdingiz, misol uchun 5 yilda 1 millionga olib chiqmoqchiman deysiz. Zo'r, 1 millionga olib chiqmoqchisiz. Bu degan bu o'rtacha 1 oylikda aytyapmiz. Ha, o'rtacha 1 oylik. Endi demak, bu yerda necha foiz o'sishingiz kerak, bu yerda qancha o'sishingiz kerak degan bir reja qo'yasiz. Buni bir maqsad deymiz. Bu maqsad qayerdan kelyapti? Общий bozorda hajmidan. Mana bu yerda qancha hali imkon bor. Agar imkon katta bo'lsa va siz buni ko'rib turibsiz va bozor o'syapti, demak o'solaman deysiz. Tushunyapsizmi? Agar bu bozor o'smayotgan bo'lsa, ya'ni na qaraydigan bo'lsak, bu bozor yiliga o'smayapti. Bu mana bu yerga kelgan. Ya'ni yetuklik joyiga kelgan. Bu yerda yiliga o'zi bir 10-20% ga o'syapti. O'sish yo'q, unchalik templar, sekinlashgan desiz, bu degani bu yerda kuchli o'yinchilar bor. Oligopoliya bor, 4-5 ta o'yinchi bor. Sootветственно, bu yerda haligi siz qo'ygan reski 40 mingdan 1 millionga o'sishi juda qiyin. Скорее всего, o'sa olmaysiz. Bilasizmi? Yo'q, unaqa emas. Hozir mana bu bozorda o'sish nimasidamiz? Mana bu zonadamiz. O'syapti bozor yiliga. Yiliga bir 30-40% dan o'syapti, normalniy desangiz, unda o'sa olasiz. Chunki bo'sh joylar ko'p hali deysiz. Shuni aniqlab olishimiz kerak. Shuni. O'zi bozor mana shu yerda to'yingan aka. Tak. Lekin bizni o'sish nuqtamiz bu yoqda-da. Nimaga desangiz, hali mana 28 ta xodimning hisobiga. Tushundingizmi? O'zi bozor to'yin bo'lgan o'zi. Qarang, bu yerda qiyin-da, mana qarang. Agar sizda bozor to'yingan desangiz, sizni xodimlar siz kengayishim evaziga yutaman deyapsiz. To'g'rimi? Kengayishim evaziga yutaman desangiz, bu degani kengayganingizda kimnidir savdosini olishingiz kerak. To'g'rimi? Kimnidir savdosini olasizda, u yo'q joyda savdo qilaman demayapsiz. Kimdir hozir boshqa preparatlar olyapti. Shunaqa. Men kiraman va ular meni preparatimni sotib oladi deyapsiz. Biz mana 2019 dan beri mana shu to'yingan bozorda kimnidir o'rnini olib egallab kelyapmiz-da. Shuni o'rnini olib 2x o'sib kelyapmiz biz. Tushundingizmi? U yo'q narsa emas. Yo'talga desangiz, kamida aptekaga kirsangiz masalan 10 xil narsa bor, kamida. Ozi ko'p, kamida sizga 10 xil variant ko'rsatadi bitta farmatsiya. Lekin baribir siz o'syapsiz. Nimaga o'syapsiz? Mana shu liderlarni qandaydir miqdorda foizini olib o'sib, preparatimiz haqiqatan sifatliligini bularga isbotlab, shuni o'sib kelyapmiz-da. Zo'r. Agarda shu vaqtgacha ham o'zi preparatlar ko'p edi, konkurensiya katta. Men baribir yutyapman konkurensiyada. Odamlar olyapti va yagona men to'xtatib turgan narsa bu xodimlar deydigan bo'lsa, okey, nimaga shu vaqtgacha xodimlar ko'paytirmaysiz? Xodimlarga masalan kuniga 2 ta 3 ta, masalan 23-yili yangi yil kuni korporativ qilgan kunimiz. Aynan shu kuni o'zimga maqsad qo'yganman.
23-yili. Har oyda eng kamida bitta xodim ishga ishlab ketadigan darajaga olib chiqaman deb. Olib chiqaman deb qilganman, lekin shu paytda 10 ta deb olsangiz, hozir orada 15 ta bo'ldi, 17 ta bo'ldi, yana hozir xullas 12 taga tushganmiz. Bir ko'tarilgan keyin tushgan, Nimani evaziga? Nimaga unaqa bo'lyapti? Endi o'zi oraliq nuqta mana shuda, shuni bilmayman. Yo, xodimlar ketib qolyaptimi? Ha, ketadi. Nimaga plan qila olmagandan keyin o'zi avtomatik ketadi. Chunki oyligi yaxshi chiqmaydi, savdosidan foizi yaxshi chiqmaydi. Shuni hisobiga ketadi. Lekin o'qitish ishga olishdan oldin filtrlar qilingan. Hammani ishga olmaymiz, bizga to'g'ri kelasizmi? Buni batafsil o'rganib chiqib ishga olinadi. O'qitamiz. Hozir nechta viloyatda sotasiz? Hozir Andijonda o'zi 3 ta xodim bor. Masalan, Farg'ona, Namanganda yo'q. Olingan, bo'shagan. Xo'p, mana shu 40 mingni agar bo'lsak, viloyatlar kesimida. To есть mana birinchi qismini tushuntirdim, mana o'sish mumkinmi desiz, mumkin deyapsiz. Nimaga? Chunki bozor unaqa tempda o'smayapti. Ancha to'yingan. Ancha emas, 100% to'yingan. Lekin to'yingan bozor bo'lishiga qaramasdan kuchsiz o'yinchilar bor deyapsiz. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bor, kuchsiz o'yinchilar bor va to'yingan bozorni qoidasi har doim shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda oxir oqibat bizda 4 ta 5 ta asosiy o'yinchi qoladi. Ba'zi qoidalar bo'yicha 3 ta qoladi. Buni oligopoliya deydi va bular 90% bozorni egallaydi. 90% savdo mana shu yerda bo'ladi va qolgan 10%ni bu yerda 10%ni bilmayman. 85 ta brend egallaydi. Tushunyapsizmi, qanaqa kichkina bo'ladi? Katta ehtimol bilan siz mana bularning ichidasiz hozir. Tushunyapsizmi? Va bu yerda katta международный brendlar bor. Qaysi katta brendlar o'sha yerda lider. Endi siz shu vaqtgacha mana bularning ichida yutayotgan bo'lishingiz mumkin. 85 tasini sekin-sekin chopib yutyapsiz va qaysidir paytga kelib mana bular bilan kurashishni boshlaysiz. Va siz aytyapsizki, bularga qarshi meni preparatimni kuchli xususiyatlari bor. Sifatda, boshqada yutib chiqyapman, odamlar olyapti. To'g'ri? Shunaqa? Yo'q, qarang Aziz aka, mana shu 4-5% dedingiz-ku. 4-5 dona. 4-5 dona asosiy o'yinchi bor. Lekin ular xullas mana shu men yozdiradigan segment bo'sh. Ular mana shu 4 ta 5 ta bor-ku, masalan, doktorga даже informatsiya bergani kelmaydi. Okay. Tushundingiz? Plus tomonim shu. Shu segmentda uni vakili bordir, lekin shu segment bo'shda. Okay. Lekin uni informatsiya bermasa ham, bu masalan 20 yilga, 30 yilga kompaniya, doktorlar mana shu narsani yozib o'rgangan. Zo'r. Hozirgi kunda doktorga informatsiya bergani ular umuman kelmaydi. Nima, qanday qilib savdo qiladi ular? Ular shu reklama qiladi. Yo'q, reklama ham qilmaydi. Qanday? Nima uchun ular 90% bozorda egallaydi? Nima uchun ular 4 ta 5 ta krupniy brend bo'lib olgan bo'lmasa? Balkim yoshidir. Yoshi katta, masalan, shuncha yildan beri kurashib keladi. Masalan, bizni sotuv agent xodimlarimiz har hafta doktorga informatsiya bergani, bizni preparatlarimiz tushuntirib beradi. Qulaylik, afzallik tomon tushuntiradi. Ular kelsa bir oyda bir keladi. Okay. Lekin baribir zo'r savdosi. Sotuvi. Nimaga? Nimani evaziga? Nimani evaziga? Shu meni xodimlarim, masalan, Namangan bilan Andijon, masalan, meni xodimlarim bor joyda bizni preparatlarga sotiladigani yo'q. Okay. Ya'ni sizni xodimingiz bor joyda sizlar biz egallagan bularni ham yutyapsizlar. Okay, zo'r. Demak, agar bu gapingiz bo'yicha aytaylik, bizda 12 ta region bor. To'g'rimi? Mana bu 40 ming savdoingiz bor-ku. O'rtacha 40 ming savdoingizda 1 2 3 4 5 deylik, hali regionlarda qaysi birlarida
agar 100% deylik savdoni, 100% deylik. 100% savdoni foizlar bo'yicha bo'lib bera olasizmi? Qarang, hozir bizda Andijon bor, bitta tochka qo'yib turing. Andijon bor. Toshkent shahar, Toshkent viloyati bitta qilsangiz bo'ladi. Surxondaryo bor. Qashqadaryo bor. Jizzax bor. Jizzax. Sirdaryo bor. Sirdaryo bor, yangi qo'shildi. Endi foizda bo'lib beradi. Boshqa joyda yo'q. Yo'q, boshqa joyda yo'qman. Agar foizda bo'lsak, mana shu Jizzaxga 3% qo'ysangiz bo'ladi. Qolgan 97% ni shundoq bo'lib yuborsak bo'ladi. Teng. Ha, teng. Ya'ni 5 bo'lsa, 20 qanchadan bo'lyapti? Tak, 97%, 97 bo'lamiz 5 ga. Bo'lyapti 19% dan, taxminan 19,5%dan. Eng kuchlisi qaysi bo'lardi ichida? Andijon? Yo'q, hammasini tenga olib chiqqanman. 19. Yo'q, buni noto'g'ri bo'lib yuboribsiz, aka, 20 qancha chiqishga. Bu yo'q, bu yangi ish boshlagan. Sirdaryoni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Sirdaryo yo'q. Ana shuni bo'lishimiz kerak biz, to'g'ri. Demak, 20 necha foizdan ham to'g'ri keladi. Sirdaryo yo'q bo'lsa, to'g'ri aytyapsiz. Unda u yangi ish boshladi. biz aytamizki, 22 men shunaqadan to'g'ri kelsa kerak. Agar 97 bo'ladigan bo'lsak, 4 ga bo'lyapti. 24%. To'g'rimi? 24% dan chiqadi. 24. 24%. Bo'ldi. Okay. Endi aytyapsizki, bu yerga kiraman, to'g'rimi? Sizda qolgan viloyatlar qoldi. Borda, ha. Ikkita masala, mana shunaqa bo'lganda, men aytamanki, mana bu 24% lar teng bo'lingan-ku. O'zi teng bo'lish kerakmi yo'qmi? O'zi biznes nuqtai nazaridan qarasangiz, teng bo'lsa zo'r. Nimaga teng bo'lsa zo'r deyapsiz? Yo'q, masalan, meni qarashim bo'yicha, masalan, hozir 50% Andijon qilsin deng. Agar u masalan 3 ta xodimim nimadir bo'lib, shunda bo'shab ketsa, meni 50% lik daromadimni olib ketib qoladi. Qarang, sizda har bittasida nechtadan xodim ishlayapti? Andijonda 3 ta ishlaydi. Xodimlar bo'lib chiqing. 3 ta ishlaydi. Toshkentda, Toshkent viloyat, Toshkent shaharda 4 ta ishlaydi. Bu yerda Surxondaryo. Surxondaryoda 2 ta ishlaydi. Qarshimi? Qashqadaryo. 3 ta ishlaydi. 3 ta. Jizzax bitta. Qolganlarda yo'q. Bu Sirdaryoda bitta. Endi boshlaymiz. Qolganlarda yo'q. Zo'r, qarang. Endi men sizga bitta nima qo'shaman bu yerga. Aholi sonini qo'shsak agar. Aholiga nisbat oladigan bo'lsangiz, Andijon bilan Toshkent shahar va viloyat bir xil bo'lishi to'g'rimi? Yo'q. Noto'g'ri, to'g'rimi? Bu, misol uchun Toshkent viloyati bilan Andijon viloyati bir xil bo'lsa, okey, lekin shahar ham bor-da bu yerda. Bu degani? Yo'q, endi shaharda hamma joyda yo'q, faqat Yunusobodda, asosan Toshkent viloyatida. Okey. Bu hamma joyda yo'q. Zo'r. Endi xodimlar soniga qaraganingizda, bular, misol uchun 4 ta odam 20%, 24% qilyapti, to'g'rimi? Va ikkita viloyat, to есть Toshkent viloyati bilan Toshkent shahar. В любом случае, Yunusobodda bo'lsangiz ham boshqa joylar, rayonlarga ham kirishingiz mumkin-da. Bu degani o'ta past savdo bo'lyapti, mayli. Bu 24 emas, bo'lmasa 35-40 bo'lish kerak. Bu. Plus u 4 ta xodim bo'lgani uchun ham yuqori bo'lish kerak. Va Andijonda 24% bo'lyapti, Surxondaryo 24%. Shu yerda 3 ta ekan, 3 ta qilib qo'ying. Bitta. Yo'q, Surxondaryoda. Surxondaryoda 3 ta. 3 ta bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryo bilan Andijon почти bir xil deyapsiz. Vaholanki Andijon Surxondaryodan katta. Tushunyapsizmi? To есть bu qaysi viloyatni effektivnostini o'lchayapmiz. Qaysi viloyatda yaxshi ishlayapmiz yo'q. No, bu muhim masala emas. Bu ikkinchi masala. Birinchi masala mana bu joylarga kirish. Shu joyga kirish. Yo'q joyga kirish neeffektiv ishlagan holatingizda ham yo'q joyga kirsangiz, xuddi shu savdoni olasiz, taxminan. To'g'ri?
misol uchun bu yerda 40 ming bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, yarimida 40 ming olayotgan bo'lsangiz, даже yarimida emas, misol uchun shaharga kirmagansiz bu yerda va nimaga kirmagansiz bo'lyapti. 1 2 3 4 5 ta joyda. To'g'rimi? 1 yo'q, maytga kirgansiz. 1 2 3 4 5 da. Va sizda qolyapti 7 ta. To'g'rimi? Общий 7 12 bo'ladi. 7 yo'q. Sizda 8 ta qolyapti. Agarda masalan 12 ta viloyat bor, plus Toshkent shahri bor. To'g'rimi? 13 bo'lyapti. Hozir siz 13 tadan 5 tasiga kirgan. 13 tadan 5 tasiga kiryapsiz. Sizda qolyapti yana 8 ta. Bu degani agar 40 hozirgidaqa ishlasangiz, примерно bir xil formatda ishlasangiz, odam sonini ko'paytirsangiz, boshqa qilsangiz, siz savdoingizni 2,5 barobar oshirasiz. 2,5 barobar. Indamasdan. 2,5 barobar oshiraman. Agar masalan 3 tadan qo'yib chiqsangiz, biz 3 tadan emas, masalan Andijonni o'ziga 5 ta xodim ketadi-da. To'g'ri. Mana qarang. Hozir siz aytaylik mana ko'paytiramiz 0,24 bo'ladigan bo'lsa, aytaylik Andijonda где-то 9,5 ming dollar bo'lyapti deyapsiz. Agar 5 ta xodim qilsa, u yerda 15 ming qilaman deyapsiz. Shu gapni gapiryapsiz-da, to'g'rimi? Hali даже o'shani o'zida ham kuchaytiradi. Kuchaytirdi. Chunki bularni har bittasiga rayon bo'lib berganman. Bo'sh rayonlarim bor-da Andijonning o'zida. Masalan, Toshkentda ham Yunusobodga qo'yilgan hali yana shuncha rayoni bor. Zo'r. Bu yerda mana ikkita strategiya bor. Birinchisi, hozir siz o'sha bor viloyatlarda o'zingizni kuchaytirishingiz mumkin, pozitsiyangizni. Aytaylik, siz Andijonda taxminan 10 ming dollarlik savdo qilayotgan bo'lsangiz, buni где-то 20 ming dollar qila olaman. Buning uchun nima kerak? Menga 3 ta xodim emas, 6 ta xodim kerak. Da, menga u yerda qanaqadir sklad kerak. Menga u yerda qanaqadir qo'shimcha instrumentlar kerak, marketingga qanaqadir xarajatlar kerak, trade marketingga qanaqadir xarajatlar kerak. Shu bilan men 20-25 mingga olib chiqa olaman. Misol uchun Andijonda o'zini. Va qolgan viloyatlarda ham shuni ishlasam, kuchayaman va общий savdoyimni 40 mingdan 100 mingga olib chiqaman deysiz. Tushuntira olyapman? Bu nima? Boshqa viloyatga kirmayapsiz hozir. Faqat o'sha bor viloyat, 5 ta viloyatdasiz, o'sha 5 ta viloyatda pozitsiyangizni kuchaytiryapman. Da, bo'sh joylarni. Da, bo'sh joylarni kuchaytiryapsiz va ya'ni siz bor joyda ulushingizni oshiryapsiz. Tushundim. Aytaylik, Andijonda siz 10 ming dollar bilan o'zingizni yo'nalishingizda 1% dasiz. Siz aytyapsiz, Andijonda hozir hech bo'lmaganda 5% ga olib chiqaman deyapsiz. Ya'ni 5 barobar o'saman. 10 ming dollardan 50 ming dollarga olib chiqaman va shu tariqa o'sha yerda pozitsiyamni kuchaytiraman. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'l, siz aytyapsiz, ishlagancha ishlayman. Andijon qanday ishlagan bo'lsa ishlayversin. Surxondaryo qanday ishlagan bo'lsa ishlayversin, Qashqadaryo qanday ishlagan bo'lsa ishlayversin, hammasi bir xil ishlayversin. Endi men keyingi viloyatlarga xuddi shunaqa aytaylik, bu yerga mana Jizzaxga plus 2 ta qo'shaman xodim, bu yerga plus 2 ta, bu yerda 3 ta, 3 ta, 3 ta, 3 ta xodim qo'shaman. 1 2 3 4 5, 15 plus 4 19 taxminan plus 20 ta xodim qo'shaman. Men bu ishlamayotgan yoki slabo ishlayotgan joylarga va shu tariqa savdoni hozirgi holatimdan, ya'ni hozirgi 40 mingdan, masalan 40 ming savdodan avtomatdan o'zi где-то 100 mingga chiqadi. 2,5 barobar. Nimaga? Chunki bu yerda bo'sh. Bo'sh, ha. Bu ikkinchi uslub. Birinchi uslubda aytdik, biz bu yerga kirmaymizda, mana bu joylarda bo'shliqlar ko'p hali deyapmiz. Tumanlarimiz to'ldiramiz. Tumanlar to'ldirish kerak. Sizda aytaylik, Andijonda 500 ta aptekadan nechtasida borsiz? Misol uchun nechta apteka bor, nechtasida borsiz? Taxminan Andijon demaylik, общий o'rtachada nechta aptekadan nechtasida borsiz? Mana 100 ta aptekadan nechtasida borsiz? Foizli. Masalan, preparat. Tushundim. Masalan, Andijonda oladigan bo'lsak, sizga aytamanki 30% aptekasida bormiz. Mana qarang. Bu deganda biz ishlayotgan xodimlarda, aytaman, biz ishlayotgan xodimlarimda kamida 50% da borman. ishlayotgan xodimlar. Ha, masalan,
masalan Yunusobodda bo'lib berdik, masalan bitta xodimga bo'lib berdik. Ana shu yerda 50% to'g'ri, lekin qaysidir rayonlarda yo'qsiz. Ha. Okay, bo'ldi. Men umuman aytyapman. Umumiy, sizni xodimlaringiz emas, umumiy o'sha viloyatda, o'sha regionda deylik, prosta u xodimingizni vaqti bo'lmayapti borishga. Yo'q, unda muammo yo'q. Biz o'zi eng liderlari bilan ishlaymiz. Bizni masalan Kofru kaplini kimdir aptekadan so'rasa, u Optiviyadan ola oladi. Bizda Optivida ham bor. U bo'yicha muammo yo'q. Kimki bizni retseptimizni ko'rsa, savdo qilish kerak aptekachi ham, uni topib oladi. U bo'yicha muammo yo'q. Bizda lokatsiya, shu yetkazish, berish bo'yicha muammo yo'q. U tomonda hech qanaqa muammo yo'q. Qarang, distributsiya deganimda mana aytaylik, sizda 100 ta apteka bor. Bunda 30 tasida bo'lsangiz, buni ya'ni ingliz tilida coverage deydi, ya'ni покрытие, qamrov. Agar siz 100 tasidan 30 tasida bo'lsangiz va sizni asosiy savdoingiz apteka orqali bo'lsa, ya'ni больница sotmaydi, vrach sotmaydi yoki siz напрямую sotmaysiz. Demak, bu yerda bo'lishi shart. 100 tasidan? Yo'q, o'sha 100 tasida bo'la olmaysiz baribir. Aytaylik, хотя бы bir 70 tasida. 70% agar coverage bo'ladigan bo'lsa, покрытие. Bo'ldi, siz o'sha regionda maksimumni olasiz. Teoretik ola olasiz. Bu degani 70 tasida bo'lsangiz, hammasi zo'r sotadi degani emas. Bu yerda marketing xarajatingiz bor, doktorlar bilan ishlashingiz bor, umuman preparatingiz sifati, ko'p faktorlar bor. No, siz bu yerda bo'lmasangiz, misol uchun 70 tasidan 30 taga yarasha savdo olasiz har doim. Ya'ni bu yerda qo'pol qilib aytganda, agar siz bu regionlarda o'rtacha 30% da bo'lsangiz, bu degani kamida 2,5x o'sa olasiz. Mana shu o'zida. Men hozir 2,5x o'sa olasiz deyapman, faqatgina xodim ko'paytirib, qilgan ishingizni prosta davom etsangiz deyapman. Tushunyapsizmi? Yangi ishlar qo'shmayapmiz. Hozir strategiya, pozisionирование, brendingizni odamlarga afzalliklarni namoyish qilish, bu haqida gapirmayapman. Men aytyapmanki, qana ishlagan bo'lsangiz, aytaylik siz o'rtacha ishlab yurgansiz yoki sal o'rtachadan past ishlagansiz va o'sha o'rtachadan past ishingizni, harakatingizni ko'proq joyda qilsangiz, 2,5 barobar o'sasiz. Tushunyapsiz? Bu zo'r pozitsiya. Asli. Bu yerda mana sizda ikkita strategiya. Meni savolim sizga. Sizga hozir boshqa viloyatlarga, yo'q viloyatlarga hozirgacha 3 ta xodim qilib, qana ishlagan bo'lsangiz, kengayganingiz yaxshimi yoki bor regionlarga fokus qilib, o'sha yerda kengayganingiz yaxshimi? Buni azaka bizda yozda savdo tushib ketdi. Bemalol paytda o'zingiz coachingizni o'qidim. Bu narsa bilan buni darsda ham ko'rib chiqqanmiz-da buni. Aynan shundan keyin shu bizda o'ta savdo tushdi. Hech bunaqa bo'lmagan mana 2024-yil tushib ketdi. Yo'q, undan u yog'i ham unaqa bo'lmagan yozda. Bu safar shunaqangi tushdiki, o'tdi. Keyin nima qildim? Siz dars oldim. Undan keyin siz aytgandek, mana shu 2,5 barobar o'stirishga erishdim. Shularni ustida ishlab. Kimni ustida? Nimani ustida? Xodimlarni ustida. Xodimni ko'paytirdingizmi? Yo'q. Ularning sifatini yaxshiladingiz. Siz o'qishingizdan keyin nima ish qildingiz? Har kuni bittadan xodimim bilan Zoomda kamida 1 soat gaplashdik. Unga qaytadan strategiya qildik, uni zaif joylarini o'rgandik, nima qilsak o'sadi. Shu bilan hozir biz 2,5 barobar o'sib, yillik daromadni o'rtachani 40 mingga olib kelib oldik biz. Chunki bahordan boshlab mana shu nimagacha anaqa bo'lmadi. Zo'r, tushundim. Qarang, siz aytyapsizki, o'zi 3 ta edi xodim. Bitta viloyat kesimida olaylik. Aytaylik, Andijonda 3 ta xodim bor edi. Ular 2,5 barobar kam qilyapti. 2 barobar kam savdo qilyapti. Aytaylik, hozir 10 ming qilayotgan bo'lsa, 5 ming qilyapti. Nima qildim deyapsiz? Siz ular bilan gaplashdim. Nima kamchiliklaring bor? Qaysi do'konlarga kiryapsiz? Ya'ni aptekalarga qaysilarga kiryapsan, qaysilarga kirmayapsan? Aptekalar sonini ko'paytir, kirganingda afzalliklarni tushuntir, u qil, bu qil dedingiz, 2 barobar o'sdi. Zo'r. Endi men aytyapmanki,
keyingi etapda nima qilsak bo'ladi? Keyingi etapda Ha. siz mana shu 3 tadan aytaylik, mana shu 3 ta xodimdan в принципе более-менее har bitta viloyatdagi 3 ta xodimdan более-менее sizga ma'qul bo'lgan savdoni olyapman deyapsiz. Chunki ular bilan gaplashdim, ular sal ishini tushunib olishdi. Endi kengayish nima qilishim kerak desa, xodim ko'paytirasiz. O'sha viloyatda bu bitta strategiya. Yoki xodimlarni вообще qo'shasiz, boshqa yo'q viloyatlarga kirasiz. To'g'rimi? Ikkita strategiyangiz bor. Yo'q, tushunmadim. Bittasini shu bo'sh, bo'ldi. Bitta Bu yoqqa, strategiya, bittamiz bu yoqqa bitta kiramiz. viloyat kesimida ayting. Sizda yo Andijonda Bo'sh tumanlarni egallayman. 3 ta xodimga yana 3 ta qo'shasiz, 6 ta xodim qilasiz yoki 10 ta xodim qilasiz. Yoki aytaylik, Samarqandda, Xorazmda, siz yana Buxoroda yo'qsiz, yana qaysidir Navoiyda yo'qsiz, Qoraqalpoqda yo'qsiz. U yerlarga xodimlarni qo'yasiz 3 ta 3 ta. Hozir qolgan joyda 3 ta 3 ta ishlayapsiz, u yerga 3 ta 3 ta qo'yasiz. Yo'q, bu o'zi miyamda bor. O'zi bo'sh joyimga masalan 3 tadan qo'yish kerak. Muammo nimada desangiz, men ko'rib chiqishimni xohlayotgan narsa shu xodimni nima uchun ishlata olmayapman? Ayb mendadir. Tushundingizmi? Har oy ishchi olaman. Bu 12 ta ishchi ham qayerdan turibdi? Siz men har oy ishchi olaman. Har oy 2 ta, 3 ta bo'lmasam kunda Telegramimga 5 dan ortiq yoki kamida o'rtacha olsangiz kuniga 4 ta odam bilan suhbatim bor. Zo'r. Bunga kelamiz hozir. Siz aytyapsizki, u ishchilarni olishda muammo bor. Bunga kelaman hozir. Menda ko'proq savolim hozir ishchini olganingizda qaysi strategiyaga, qayerga olyapsiz? Ishchini Samarqandga qo'yish uchun olyapsizmi yoki Andijonga qo'yishni olyapsizmi? Nima uchun olyapsiz? Bu hozir faqat bo'sh joylarga kurashyapman. Zo'r. Demak, siz hozir yangi viloyatlarga kirish uchun ishchi olyapsiz. Shunaqa. O'sha strategiyani afzal ko'ryapsizmi? Nimaga Andijonga qo'shimcha olmayapsiz? Bilmadim. Xullas, ana bo'sh joyimni Aziz aka, mana o'qishdan keyin bitta narsani o'zgartirdim-da. Oldin mana kunda gaplashardim. Mana yangi ishchini ishga tushirishga-da. Hozir nima qilyapman? Siz o'qishingizdan keyin qildim, uni o'zingiz o'rgatdingiz-da. Sen yangi ishchini topib, uni ishlatguningcha o'zingni ishlayotgan xodimingni 2x qilish osonroq degansiz-da. Shundan keyin shu narsa bo'ldi-da. Zo'r. Keyin ularga ham aytdim-da. Ular ham oshirish kerak-ku. Ularga aytdim. Sen yangi pediatr istab yurmaginda, eski pediatring bilan to'liq bizni narsani yoritib bergan. Shu ular ham shu bilan 2x o'sdi. Bu yerda bitta qo'shimcha aytay. Bu strategiya qachon yaxshi ishlaydi? Mana shu men aytgan hozir. Bu agarda уже to'lib bo'lgan joyda shunaqa qilsangiz yaxshi ishlaydi. Aytaylik, sizda bo'sh joylar tursa, misol uchun qaysidir pediatr bilan ishlaydi. Qaysidir apteka bilan ishlaydi. Apteka qanchadir savdo qilib beradi sizga. Условно aytaylik, bitta apteka sizga oyiga $500 savdo qilib beradi. Siz yonida boshqa apteka bor. Umuman savdo qilmaydi. Nol, kirmagansiz. Endi siz $1000 qilmoqchisiz savdoni. Sizda ikkita opsiya bor. Yo haligi aptekaga kirib, davay, yaxshiroq sotgan, bu zo'r deb turib 500 ni 1000 ga olib chiqish. Ikkinchisi 0 joyiga kirib turib, "Meni sotinglar" deb aytish. Odatda ikkinchisi yaxshiroq ishlaydi. Yaxshiroqki osonroq ishlaydi. Tushunyapsizmi? Tezroq bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Bo'sh apteka, kirmagan apteka. Kirmagan aptekangizga. No, birinchisini afzalligi unga o'zi kirib bo'lganmiz. U bilan ishlashimiz oson va u bizga loyalni, chunki anchadan beri ishlayapti. Unga gapirgan gapimizni ta'siri yaxshiroq. Chunki nariga biz bilan ishlamagan, bu bilan tanishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. No, tanishib olsak, bunga kirib olsak, uzoq muddatda bu bizga yaxshi effekt beradi. Chunki nariga aytishi mumkinki, baraka topkur, men seni preparatingni sotyapman, seni mahsulotingni sotyapman, bu yaxshi ketyapti. Men o'zi 500 sotalaman xolos deyishi mumkin. Tushunasizmi? Ha deb davleniya qilavermagin menga deydi. Tushundim. U ha deb kirib unga gapiraveradi. U aytadi, men o'zi, to есть uni patologi bo'lishi mumkin 500, tushunyapsizmi? Yoki qaysidir doktorga ha deb kelib, davay dursa, u
jonga tegding-ku, men hammaga o'sha sani preparatingni maqtayman, haqiqatdan zo'r bo'ldi. Ha deb menga 10 marta kelganing bilan men 10 barobar ko'proq gapirib olmayman san haqingda deydi. Tushunyapsizmi? Tushundim. Ha, demak, u paytda boshqa aptekalarni, boshqa do'konlarni, boshqa klientlarni qo'shish muhim. Agar sizda bo'shlari ko'p bo'lsa, siz aytayotgan har biri bilan chuqurroq ishlash, ya'ni sredniy chekni oshirish strategiyasi biz to'yinishga yaqin joyda qilinadi. Agarda sizda coverage hozir pokrytiyangiz, qamrovingiz 30% bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha mana shu viloyatlarda kesimida o'rtacha 30% bo'lsa, siz mana shu viloyatlarda kamida 60 ga chiqib olish kerak. Bu birinchi qo'ygan maqsad. Ikkinchi qo'ygan maqsad kirmagan viloyatlarga kirib, u yerda o'sha qamrovda xachabi bir 50% ga olib chiqish. Tushunyapsiz? Do'y sizda ikkita. Lekin bu ikkita maqsad qiyin maqsad. Buni qila olmaysiz baravariga. Qaysi biridan boshlaysiz deyapman. Tushunyapsizmi o'shaning uchun? Bu qiyin savol. Agarda siz kirmagan viloyatlarimga kiraman, bo'ldi, hamma joyga nima qilaman desangiz, bu zo'r strategiya. Buni amalga oshirsak bo'ladi. No, buni qiyin tarafi boshqaruvni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshqaruv deganda sizda har xil viloyatlarda ozginadan bo'lib ko'p xodim bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Va siz hozir Andijonga ham, Surxondaryoga ham, Buxoroga ham, Qoraqalpoqqa ham hamma joyga qarashingiz kerak bo'ladi. Va 2x o'sasiz. Endi siz fikr hayolingizni bunday tarqatib yormaysiz. Faqatgina bor viloyatlarda ushlaysiz. Fokusingiz o'sha yerda va aytaylik Andijonda uje bitta rahbar qo'yasiz va plus yana 4 ta xodim qo'yasiz, uje 7 ta, 10 tacha xodim bo'ladi, bitta rahbar bo'ladi. Siz oldin ham ishlagansiz, uje ishlash sistemasini bilasiz va boshqaruv nuqtai nazaridan sizga osonroq. Savdo qilish nuqtai nazaridan deyarli bir xil. No, boshqaruv nuqtai nazaridan siz bor joyda kengashingiz, fokusingizni ushlashingiz osonroq bo'ladi. Hozir butun respublikada aytaylik 12 ta viloyatda har bitta viloyatda ham 4 tadan misol uchun nima qiladigan bo'lsangiz bir 50 tacha xodim bo'lasizda. 50 tacha xodim bo'lib qoladi va siz hozirgi holatda 12 ta xodim bor deyapsiz. 12 ta tam 15 ta xodimni 5 ta viloyatda boshqarib yurgan odam 50 ta xodimni 12 ta, 13 ta regionda boshqarish qiyin. Tushunyapsizmi? Bu qobiliyatni hali bu opitni sekin shakllantirib olish kerak-da. O'shanga reski bunaqa kengayish tarafdori emasman. Siz o'rningizda bo'lganda nima qilgan bo'lardim? Men bu viloyatlar ichida, kesimida eng slab ishlayotgan va oson o'sishi mumkin bo'lgan viloyatlarda tanlab olardim. Misol uchun Andijonda o'solaman deyapsiz. Okey, plus 3 ta qo'shaman. Prioritet shu. Bor viloyatlarda kengayish. Qatta kengaymaganman, o'sha kengayib olaman. Bu nima beradi? Bu o'sha viloyatda pozitsiyamizni kuchaytirib beradi. Siz aytyapsiz, qaysi joyga kirsam, erta kuchayyapman ekan. Chunki bo'sh. Ham bo'sh, ham o'tdagi kuchli o'yinchilar unaqa kuchli emas deyapsiz. Вообще. Demak, o'sha pozitsiyangizni kuchaytirib olasiz. Aytaylik, Andijonda hajam bir 50-60% ga do'lingizni olib chiqasiz. Ya'ni do'la degan pokrytiyani olib chiqasiz. Toshkent shahrida endi kirdingiz, Toshkent shahriga ko'proq kirasiz, chunki bu katta bozor. Toshkent shahri. Toshkent viloyatida kuchayasiz. Surxondaryo endi uzoq viloyat, bilmayman, qanday qilib Surxondaryoga kirib qolgansiz, chunki bu odatda sekin ekspansiya qanday boshlanadi? Toshkent viloyati, agar siz o'zingiz vodiydan bo'lsangiz, vodiy, mana bilgan joylaringizdan ketadi-da. Mana shunday. Men bu yerda misol uchun Farg'ona, Namangan nimaga yo'q? Tushunyapsizmi? Вроде бы Andijonda borsiz, o'sha yerdan boshlash kerak. Misol uchun Andijon bor, Andijonda 3 ta xodimingiz bor, Farg'ona, Namanganga 3 ta qo'shsangiz, o'sha 10 ta xodim, bitta supervisor yoki 2 ta supervisor qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha yoki 2 ta supervisor, bitta menejer qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha boshqara olasiz. Vodiyni boshqarasiz-da va o'sha yerga fokus qilib turib, o'sha yerda rivojlantirasiz. Ya'ni sizda boshqaruv uslubingiz yoki sizni fikr hayolingiz 13 ta joyga tarqamaydi. Siz mana shu vodiyni hozir
rivojlantiraman deysiz. O'shaning uchun men bu nimada men bu reja qildik-ku. Mana bu yerda aytasiz 26-yilga как раз hozir mana noyabr oyi bo'lyapti. Noyabr, dekabr oyi 26-yili qanchaga o'sadi savdo? Aytaylik, o'rtacha 40 dan 100 ga olib chiqaman. Buni nimani evaziga deysiz? Qaysi viloyatlar evaziga? Viloyat. Va qaysi viloyatlar? Siz aytyapsizlar. Va bularning ichida qaysi birida men fokus qila olaman? Men shaxsiy fikrim, siz masalan uchun Andijondamisiz? Vodiyda boshlash kerak. Nimaga vodiyda ushlamagansiz? Bu bir. Hozir kelamiz nimaga ushlamaganligingizni. Keyin Toshkent bor. Toshkent shahriga nimaga kirmagansiz? Bitta Yunusobodda borman deyapsiz. Toshkentda 11 ta rayon bor. Ya'ni Toshkentda o'zida 10 barobar o'sishingiz mumkin. Bo'ldi? Toshkent. Men aytaman, bo'ldi. Boshqa hech qayerga kirmaysiz. Ha, bo'ldi. zo'r. Xorazm bor-ku, Qoraqalpoq bor. Kirmang, deyapman. 26-yil kirmang. Bo'ldi, tushunarli. Chunki tarqab ketasiz, ulgurmaysiz. Hech qaysida ulgurmaysiz. Plus bulardan tashqari, yangidan tashqari Andijon bor. To'g'rimi? Andijonda ham kengayishi mumkin deysiz. Tam qaysidir viloyatlar borki, bu yerda nimasi savdoni foizi kam, balki tam Qashqadaryo, Surxondaryoda sal to'g'irlashingiz mumkin, boshqa qilish, mayda-chuyda ishlar qilishingiz mumkin. Plus bitta, plus ikkita xodim qo'shib, sal to'g'irlashingiz mumkin. Andijonda plus 5 ta qo'shishingiz mumkin. Misol uchun, hamma joyda har xil. To'g'ri. Men betlarchi, siz betlarga kirmay turing nima? Betda qo'shadiganingiz Namangan, Farg'ona. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki Andijonda hab bor, Andijon kuchlisiz. U yerda, скорее всего, kuchli o'yinchilaringiz, ishchilaringiz paydo bo'lgan. Ulardan supervizorlar bor, potensialniy. U potensial supervizorlarni olib chiqasizda, ular komanda shakllanib, o'sha yerda hab bo'lib, o'sha yerda ushlaysiz. Bitta regionda hatto bir lider bo'lasiz. Bitta narsa bor, agar siz kichkina o'yinchi sifatida hozir agar qaraydigan bo'lsangiz, в принципе, bu savdo, bu nimalar bo'yicha ancha kichkina o'yinchisiz. No, templar bilan o'syapsiz. Kichkina o'yinchi hatto bir qayerdadir lider bo'lishi kerak. To есть qayerdadir geografik nuqtai nazardan yoki qaysidir segment nuqtai nazardan lider bo'lmasangiz, juda qiynalasiz rivojlanishga. O'shaning uchun sizda hozir zo'r nima o'zingiz ham aytyapsiz. Andijonda prinsipi yana 2x o'sishi mumkin deyapsiz. Agar Andijonda 2x o'ssangiz, aytaylik, savdo o'rtacha 20 bo'lsa, men aytaman, Namangan bilan Farg'ona ham primerda shunaqa savdo bo'ladi. Shunaqa. Odamlar bir xil, aholi soni bir xil. Bu degani andijonliklar Farg'ona yoki Namanganga nisbatan ko'proq kasal bo'ladi deyolmaysiz-ku. Shunaqa. U yerda sotilishingizni yagona sababi siz u yerda ishlayapsiz. 3 ta xodim bor. 3 ta xodimingiz bor, 3 ta harakat qilyapsiz. Xuddi shu harakatni 26-yilga men bu ikkita viloyatda ham qilaman. Bu birinchi strategiyangiz, ikkinchi strategiyangiz bor viloyatlarda eng oson yaxshilanish mumkin yoki eng slabo ishlayotgan viloyatlarni sal to'g'irlayman. Andijonda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda qattiqdir, bitta ikkita xodim qo'shaman, boshqa qilaman. Okey. Bu ikkinchi strategiyangiz. Uchinchi yoki nimada ham, Toshkentda ham endi kirdim, uni ham kuchaytiraman. Shu, ya'ni bo'ldi. Keyinchi yana nima qilsam bo'ladi? Yana qayerda hali to'g'irlasam bo'ladi deydigan joyingizda men aytaman, to'xtang. Shuni qiling nima? 26 ga shu. Tushunasiz? 26 ga shu, keyin mana shuni yaxshilab amalga oshirasiz. 27 ga balki aytasiz, Samarqandni qo'shaman deysiz. Agar 26 da hal qilib qo'ysangiz, nariga birinchi qo'ygan maqsadingiz 27 ni maqsadini 26 ga ham qo'shib yuboraverasiz. Tushundim. Unda problema yo'q. Hal qilmasam yana kurashaman. Da, aytaylik 1 million оборотga siz 28-yili chiqib qoldingiz. Nima degan? Mana 30 ga qo'yuvdim-ku, endi 2 yil spokойно ishlayveraman degani emas. To'xta, strategiyani qayta ko'rib chiqaman. Demak, 30-yilga уже 2 million qo'yaman. 1,5 million qo'yaman deysiz. Qayta ko'rib chiqasiz. O'shanga ham. Agar 30-yili birga chiqmasam ham yana kurashaveraman. Конечно, siz misol uchun 30-yilga borib faraz qilaylik, siz 500 mingga chiqdingiz. Ha. Bu degani to'xtab tur, qayerdadir men
yaxshi o'xshamagan, nimadir o'xshamagan. Misol uchun siz hozir mana qarang. Viloyatlar kesimida, misol uchun Andijonda 2 barobar o'stirdingiz, Vodiyda 2 ta viloyat qo'shdingiz, Toshkent bir kamida 5 barobar o'sdi. Hammasini qilganingizda sizni o'rtacha 40 mingingiz bilmadim, kamida 150 ming bo'ladi. O'sib ketadi-da o'sha. O'saydigan bo'lganda siz mana shunaqa hisob-kitob qilasiz. Hisob-kitob degani taxminiy qanchaga o'saman va bu o'sish qayerdan keladi? Hozir shuni gaplashyapmiz. Qanchaga o'saman? Qayerda hozir biz qanday qilib o'saman? Unga nechta xodim kerak? Buni gaplashmayapmiz. Bunga hozir keyingi qismda kelamiz. Hozir biz gaplashyapmiz, o'ssa bo'ladimi, yo'qmi? Siz aytasiz, bo'ladi. Haqiqatdan qaraganda bo'ladi. Demak, mana shu viloyatlarda o'ssa bo'ladi. O'sish imkoniyatlari juda ko'p, lekin bittada hammasiga yopishmaydi deyapman. Yopishadigan narsangiz qisman qaysidir joylarga belgilab oling, 26 ga mashinaga kiraman deng. Bo'ldi. Endi mana shu joylarga kirsam, menga qanaqa resurs kerak deysiz. Resurs deganda qanaqa xodimlar kerak, nechta xodim kerak. Buni ham hisob-kitobini chiqarasiz. Mana shu hisob-kitoblar qilasiz-ku, men tavsiyam sizga keyingi hisob-kitoblarda mana hozir taxminiy 26 ni ko'rib chiqdik-a. 27 ga nima qilasiz? 28, 29, 30 va har birida qancha tushum bo'ladi qo'shimcha. Qancha qo'shimcha tushum bo'ladini hisoblaganingizda buni fin model deymiz. Misol uchun sizda hozir sizni savdo bor va viloyatlar bor. Viloyatlarda 1, 2, 3 deb turib, 4, 5 ta viloyatingiz bor hozir. Siz aytyapsiz, buni savdosi birinchi mana 1, 2, 3, 4 deb turib oylar bo'lishi mumkin. Keyin bularda tugatasizda 26-yil tugadi, keyin 27, 28, 29 qilib turib 30 ga примерно savdoni tashlashingiz mumkin. Yillik savdo. 26 ga oyma-oy, 27, 28 qilib yillik qilasizda. Mana bu yerda Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryo va hokazo qildingizda, endi Toshkent va 6 Sirdaryo sizda bor hozir. Endi siz 7 Farg'ona, 8 Namangan. Bular yangi qo'shiladi. Maytda yangi. Qancha savdodan boshlanadi? Buni qo'yib chiqasiz. Bular Andijonda qanaqa savdo o'zgaradi? Buni qo'yib chiqasiz. 26-yilda maytda 9-10 viloyatlar ham qo'shilishni boshlaydi o'sha. Mana shuni hammasini tashlaysiz. Tashlaganingizda sizda ideali 29, 30 maytda 1 million chiqish kerak. Buni chiqarasiz. Buni avval yoyib olishim kerak. Конечно, qayerdan nimani evaziga shu 1 million. Mana shu Excelda qilasiz-da yoki qaysidir programmada. Siz Excelda agar mana bu 1 million chiqmasa, hayotda ham chiqmaydi, tushunyapsizmi? Tushundim. Hatto Excelda chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, birinchi Excelda boyishimiz kerak. To'g'ri. Keyin nimaga real nimaga o'tamiz. Va mana shu nimani qilayotganingizda fin modelda. Hozir tak. Mana shu fin modelda qilayotganingizda keyingi etapida rasxodlaringiz chiqadi, resurslaringiz. Qanaqa bu katta bir programma bo'ladi. Rasxodlaringizni chiqarganingizda o'sha keyingi yilga nechta xodim olasiz. Misol uchun Farg'onaga kirishga plus 3 ta xodimingiz kerak, Namanganga plus 3 ta kerak. Ularni olaman, boshqa qilaman. Endi hali muammoingizga keldik. Nima uchun bo'shab nima uchun bo'shab ketyapti? Nima uchun bo'shab ketyapti? Sababi juda ko'p bo'lishi mumkin. Juda ko'pchilik nima uchun bo'shab ketyapti desa, sababini oylik deb o'ylaydi. Asli oylik emas. Oylik odatda bu gigiyenik faktor hisoblanadi. Ya'ni agar siz bozordan, misol uchun o'rtacha sizni targ'ov agentingiz bozorda nech pul oladi hozir o'rtacha? $1000 oladi-da. O'rtacha. O'sha sezon. Yo'q, o'rtacha emas. Agar общийda olsangiz, mana shu 12 ta xodimni agar oyligini shunday hammaga qilsangiz,
$1,500 oladi. O'rtacha. U sezon paytida yo Общий. o'rtacha, общий. Ha. Yo'q, bozorda o'zi necha pul oladi shunaqa agentlar? Boshqa joylarga Ha. kirsa o'rtacha. Har xil. $500 oladigani bor. Yo'q, o'rtacha. $1000. Mana aytaylik. Aha. To'g'ri, agentlarda har xil tushundim, turi bor. o'rtacha 10 ta firmani olsak deyapsiz-da, Da, to'g'rimi? aytaylik, bozorda 10 ta firma bor. Ha. Da, siz 10-firmasiz. 9 ta firma o'rtacha oyligini hisoblaganimizda va sizni haligi xodimingiz bor, bir o'rtacha targov agent. 4-5 yillik opiti bor, yaxshi gapira oladi, mahsulotlaringizni taqdimotini zo'r qiladi, erinmaydi, har kuni turadi, yuradi, boradi, boshqa qiladi va qanchadir savdo qilib beradi. O'sha xodim sizda ishlamasa, boshqa joyda necha pul olar edi? $800-700 oladi. 800-700 siz qancha berasiz? 1000 beraman. Zo'r. Ya'ni o'rtachadan sal ko'proq beraman deyapsiz. Bu zo'r. Meni ham tavsiyam, agar siz pulda o'rtachadan sal ko'proq bersangiz, bu yetarli. Nimaga? Chunki xodimda sizdan ketishga pul sabab emas. Bu aytyaptiki, men ketaman sizdan. Misol uchun sizdan ketishyapti. Men ketyapsan. Siz oyligim past deya olmaslik kerak. Oyligim prinsipi o'rtachadan yuqori normalniy deyish kerak. Zo'r emas, to'g'ri. No, normalniy. Chunki siz hali zo'r oylik bera olmassiz balki. Endi nima uchun ketyapti yana? Ketishi mumkin. Islom даже ketmayapti. Ketganlar, ishlab ketganlar ketmaydi. Ishlay olmayapti. Ishlab keta olmayapti. To'g'ri. Hozir masalan mendek xodimlarni olsangiz, 80% bular kamida 2 yillik xodimlar. Sizda ishlagan. Ha. 2 yildan beri ishlayapti. Kamida. Okay, zo'r. Lekin 2019 dan beri ishlayotganlar. Zo'r. Yangi kelganlar ishlab ketolmayapti. Ishlab keta olmayapti. Ya'ni o'sha savdoni qilib bera olmayapti va oyligi uncha chiqmayapti. Shunaqami? Shunday. Yana nima sabab? Oylikdan tashqari. Bir gaplashib ko'rdingizmi nima ketayotgan? Bizda endi masalan 100% ga sotamiz-da. Avval buxgalteriyaga pul kelib tushishi kerak. Перечисление qilib aptekadan tushishi kerak. Bizda bozordagi eng katta muammo o'zi shu muammoni ustida gaplashamiz. Masalan, siz menga aloqa qilsangiz, men 2-3 kunlab avval birinchi shunday filtrlayman. Menga to'g'ri kelasizmi, kelmaysizmi? Sirazi aytaman. Agar to'g'ri kelganingizdan keyin gaplashishni boshlayman. Siz 100% qila olasizmi? Pul tushira olasizmi? Masalan, sizni kamida apteka bazangiz bormi? 20 ta. Boshlanishiga bu kerak. Men как торговый agent sifatida. 20 ta aptekaga 2 milliondan pul tushira olasizmi? Tushira olaman. Unda ro'yxatini tuzing, qani bitta ko'rib chiqamiz. Shunaqa qila olmasangiz, bizdan o'zi avtomatik ketib qoladi. Qilaman deganlar ketyapti. O'zi shunaqani ishga olaman o'zi. Boshqacha kim to'g'ri kelsa, masalan 5 ta kelsa, oyga bitta 2 tani ishga olaman. Zo'r. Zo'r. Ya'ni siz aytyapsizki, u qo'ldan kelmayapti. Qo'ldan ishdan ketib qolyapti. Qo'ldan keladiganlar qayerdan kelgan? Nima farqi bor ularda? Endi bilmadim, bulardan xuddi shunaqa topganman. Srazu qo'ldan kelganmi yo sekin-sekin o'sganmi? Yo'q, qo'lidan kelgani ham bor. Lekin sekin-sekin o'sib shu darajaga kelib bo'ldi. Boshqa kompaniyalar sana bizda mana faraz qiling, men targov agentman. Siz telefon qilyapsiz-da yoki men sizga telefon qildim, e'lon bo'yicha sizda ishlamoqchiman. Kofru degan brendni ko'rdim, menga yoqdi. Targov agentlikda endi boshladim. Endi 6 oydan beri ishlayapman. Sizda o'smoqchiman. Nechta aptekangiz bor? Yo'q aptekalar. Olasizmi ishga? Yo'q. Nimaga oshga olmaysiz? Men potensialim bor, men yaxshi gaplashaman, menga yoqdi produktingizni o'rgating menga. Yo'q, bizda уже filtr qo'yilgan, 3 yil tajribasi bo'lsin. Zo'r. Endi men aytayapman, menda 3 yildan beri ishlayman, boshqa joylarda ishlayapman, kelaman. O'shanaqa kelyapti sizga? Kelyapti. To есть problema yo'q kelishida. Zo'r. Kelyapti. Endi ular 20 ta aptekam, 30 ta aptekam bor, ishlayapman. Sizni preparatingiz bilan ishlasa, sota olmayapman. To'g'rimi? Yo'q, sotishda ham muammo yo'q bu yerda. Bu yerda muammo shu pul tushira olmaydi, savdo qila olmaydi. Uni qo'ysa, biz informatsiya bersak doktorlarimizga, chunki bizniki xavfsiz, ham tabiiylik uchun muammosi yozadi, aytayapman, u segment bo'sh. Ketishda muammo yo'q. Muammo mana shu, siz gaplashganmiz 20 ta aptek bor, undan pul tushira olmaysiz 20 ta aptek. Nimaga tushira olmaydi?
Endi bilmadim. Sababi nima? Bir o'rgandingizmi? Yo'q, u aniq. Birinchidan apteka 100% o'tkazib bermaydi. Sen 25% ga ber deydi yoki sotilgandan keyin berishga. Nasiyaga oladi. Nasiyaga. Okay. Menda nasiyaga yo'q. Bu xodim nasiyaga ishlay olmaydi. Shuni gaplashamiz xodim bilan. Men 100% ga ishlayman. Sen shunga tayyor bo'lsang, gaplashaylik. Agar boshqa Ular tayyorman deydi-yu, demak tayyor emas. Shunaqami? balkim shunaqadir. Shuni so'rayapsizmi? Bu Qarang, men nimaga tarafdorman? Misol uchun menda siz aytishingiz mumkin. Menga xodimlar kelyapti, olyapman har oydan 10 ta xodim olaman, bittasi qoladi, 9 tasi ketib qolyapti. Muammo nimada? Mendan so'rasangiz, meni javobim nima bo'ladi, bilasizmi? Primerda bilasizmi meni javobim? Men aytaman, men qayerdan bilay deyman. Siz shu biznesda bo'lib turib bilmasangiz, men qayerdan bilaman? Nima uchun xodim ketib qolyapsiz? Qiladigan ishingiz o'sha xodimdan prosta so'raylik, nima uchun ketyapsan deb. Har bitta HR tizimida mana kirish intervyu bor, keyin exit intervyu deydi. Mana nima uchun ketyapsan? To'xtadi, mana keldi, 10 tasi keldi, 9 tasi ketdi. Har bittasi bilan gaplashaman. Baraka topib, sen ketding, keluvding, zo'r va'dalar beruvding, yaxshi niyat bilan boshlavdik. Yo o'zim haydayapman. Men unga aytishim kerak, nima uchun haydayotganimni. Yo o'zi ketyapti, to'xtab turdi. Nima ketyapsan? To'g'risi sotolmayapman siz preparatingizni. Nimaga sotolmayapsan? Oldin nima sotarding shuni? Oldin sotalarding? Hozir nima sotolmayapsan? Sizni preparatingizni mana deyishyapti. Okey, to'xtab tur. Yo'q, unaqa emas. Preparatning mana xususiyatlari bor. Buni aytmadingmi desa, shuni aytmayapman deyishi mumkin. Yoki to'xtab turing. Yoki nasiyaga sotolmayapman deyishi mumkin. 100% ga o'tkaza olmayapman. 100% ga o'tkaza olmayapman. Nimaga o'tkaza olmayapsan? Nima deyishyapti ular? Qaysi aptekaga o'tkaza olmayapsan? U mashinik aptekami yo normalniy aptekami? Yo'q, normalniy apteka. Nima uchun normalniy apteka normalniy preparatni olmayapti? Nima masala bo'lishi mumkin? Nima uchun bizga oldindan pul to'lagisi kelmayapti? Nimaga yonidagi turgan apteka to'layapti, bu to'lamayapti? Nima masala? Masala bo'lishi mumkin. Sen to'lig'icha yaxshi tushuntirib bera olmayapsan? Biz afzalligimiz. Yoki u apteka o'zi hamma bilan shunday ishlaydi. Hech kim bilan nimaga naqdga, ya'ni oldindan to'lovga ishlamaydi, nasiyaga oladi, sotilgandan keyin to'layman deydi. Bu muammo bo'lishi mumkin, buni topish kerak-da. Agar muammo haqiqatdan ham aptekada emas, bu xodim tushuntirib bera olmayotgan bo'lsa, nimaga oldindan to'lov bilan ishlash kerakligini va qobiliyati yetmayapti. Sotuv qobiliyati yetmayotgan bo'lsa, bildingiz. O'shanda qiladigan ishimiz uni haydash emas. To'xtab tur. Men seni o'rgataman. Seni 3 yillik o'qiting bor, boshqasi bor. Hozir ketsang yaxshi bo'lmaydi. Sen mana bu qolgan 2-3 ta xodimim bor, bular zo'r sotadi. Mana shular bilan yurgin, o'rgangin, bular qanday sotishni ko'rgin. O'sha qanday qilib ular 100% ga sotira olyapti. O'rgan. O'rganda, boshqa qildi, yana bordi, sotyapti. O'zingiz yoki supervisor deyishi bu. Supervisor boryapti, qarayapti. Baribir sota olmayapti. Supervisor aytadi, to'xtab tur. Endi men sotib ko'raman, qochib tur. Men senga o'rgataman, master class ko'rsataman. Kiradi, supervisor sotib ko'radi. Supervisor ham sota olmadi. Bu degani agar faraz qiling, supervisoringiz ham sota olmadi. Bu degani u xodimni haydash kerakmi yo'qmi? Kerak emas haydash. Chunki hozirgi zo'r xodimingiz ham sota olmasdi u aptekada. Unga prosta shunaqa aptekalar tushib qolgan bo'lishi mumkin. To есть ketma-ketligi shunaqa. Bu ketma-ketlikni ushlamasak agar, siz katta ehtimol bilan yaxshi xodimlar ham keladi, potensial. Ularni ham haydab yuborasiz. Ular ham yoki o'zlari ketib qolaveradi. O'zi tushunmaydi. Bu ishlar bo'lmas ekan deydi. Tushunyapsiz? Ketma-ketlikda aptekada ayb, xodimda ayb. Xodimda bo'lsa, xodim o'rganishni xohlayaptimi, yo'qmi? Yoki uni salohiyati yo'qmi? Misol uchun o'rganishni xohlayapti, lekin ilmi, hali gapirish qobiliyati, tushuntirib bera olish, o'zini hali zehni har kuni turib harakatchanligi past. Unchalik qiziqmayapti. Bo'ldi, ishlamaysiz u xodim bilan. Chunki uni qaysidir sabablarga ko'ra u umuman bu sohada ishlagisi kelmayapti. Endi qaysidir xodim bor, harakatchan, xohlaydi, prosta bilmaydi hali. Uni olib qolish kerak, haydash kerak emas, o'rgatish kerak, to'g'rilash kerak.
o'shanda o'rgatganingizda ham o'zgarmayaptimi? Keyin xayrlashasiz. Bu qiyin jarayon. Tushunyapsizmi? Agarda biz olib haydaversak, unda слишком ko'p xodimlarni olishimiz kerak va u xodimlar takoy tasodifiy qoladi biz bilan. Buni bu HR tizimida именно mana shu ishga yollash, ularni adaptatsiya qilish, ularni ustida ishlash, o'rgatishda, ularni o'rgatish, rivojlantirish, keyin ularni kimdir rivojlanmayotgan bo'lsa, ularni baholash, qaysi zaif taraflari bor, ularni to'g'irlash, qaysidirlar bilan xayrlashish, qaysidirlarni kuchaytirish. Bu o'sha HR tizimiga siz hozir qanaqadir yondashuv qilmasangiz, to'g'ri yondashuv. Bozorda hech yaxshilar kelmayapti deb yuraverasiz. Yaxshi. Bozorda endi cho'mishda bori chiqadi. Ya'ni sizdagi hayolingizdagi ideal xodim kelmaydi baribir. U yo'q. U balki kuchli brendga borar. Shunaqa. Qaysidir brendga sizga men sizni tanimayman, eshitmaganman deb turib kelmasligi mumkin. Okey. Sekin-sekin ishlaysiz, bor material bilan ishlaysiz-da. Bu agar mana shu HR tizimini to'g'ri joriy etmasangiz, ishga olib, tekshirib, nima uchun ketyapti, nima uchun buni to'g'rilasa bo'ladimi, to'g'rilasa bo'lmaydimi? Ertaga sizda hozir mana keyingi yilda o'ziga mana hisobimiz bo'yicha hech bo'lmasa bir 50 ta xodim bo'ladi. Yaxshi? 50. Siz hozir 12 ta xodim bilan bu narsani joriy etmagan bo'lsangiz, 50 ta bilan juda qiynalib qolasiz. Birinchi o'rinda 50 taga bora olmasligingiz ham mumkin. Chunki hamma keladi, yaxshilar kelmayapti. Keyin qaysidir payt keladi, siz boshqa viloyatlarga chiqsangiz, o'sha 100 ta xodim bo'ladi. 100 ta xodim bo'lgandan keyin siz menga opiti bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin deb turaversangiz, kelmasligi mumkin unaqalar. Ba'zilar keladi, men opitim yo'q deydi. Opitim yo'q, lekin harakatim zo'r. Men xohlayman sizda ishlashga. Siz olasizmi? Qaysi paytda? O'sha 50 tadan o'tganingizdan. Unda olishim mumkin. Nimaga? HRlarim уже aniq 50 tada уже tajriba qilgan. Ular o'rgata oladi. Ha, o'rgata oladi. Keyin nima desam ekan, budjetni men bemalol yetadi. Uni masalan 2 oy, 3 oy bemalol yaxshi o'rgatishga. Zo'r. Yaxshi. Yana nima desam bo'lar ekan? Asosiysi shu-da. Yana bitta zo'r argumentingiz bor. Siz bozordagi o'zi bor yaxshilarni terib bo'lgan bo'lasiz. O'sha kamayishni boshlaydi kelish. Tushunyapsizmi? Shuning uchun hozir to'g'ri strategiya qilyapsiz. Ya'ni siz yangini olib, ularni o'rgatib, o'zgartirgandan ko'ra bor yaxshilarni yig'ish. Bu eng yaxshi yo'l. Hozir birinchi maqsadim shu o'zi. Masalan, yangini olib, uni o'rgatib, uni vaqtini o'tkazmay, eng kuchlilarini terib olish o'zi asli. Birinchi maqsadim mana shu 12 ta viloyatga o'zi maqsad qo'yganman. Eng yaxshi o'zi bunday xodimlarimni qarasangiz, mana shu 12 ta bor-ku, o'ta shustiriydi. Zo'r. Bilaman-da, chunki gaplashishdan, chunki kuniga 3 ta 4 ta gaplasha olganingizdan keyin уже baribir psixologiyasini, ularning psixologiyasini bilib olasiz. Bunda bilaman-da, meni kompaniyamda o'zim bilan kim ishla oladi, eng shustiriylar ishla oladi. Zo'r. No, siz bunaqalarda nechtasini boshqara olasiz? Yo'q, mana 26 ga maqsad qo'yganman, HR olaman. Har bitta masalan vodiyga deyapsiz, agar vodiyni mana maqsad qo'ydik, to'ldirsak, u yerga regional menejer olaman. Zo'r. O'zi bitta kompaniyada ishlagan HRda tradingda bo'ldimda. U aytdi, maksimalniy bitta menejer maksimalniy 10 kishiga yetar ekanda. Agar samarali qilmoqchi bo'lsa 7 taga tushirish kerak deyapti. Zo'r. Buni ingliz tilida span of control deydi, ya'ni kontrol qila olish nimasi, diapazoni. O'sha qanchalik darajada siz kontrol qila olasiz. Odatda maksimum 10 ta, bir 5 ta 6 ta ideal. Tushunasizmi? 5 ta 6 ta ideal bo'ladigan bo'lsa, siz qaraysiz, 5 ta 6 ta targ'ib agentga bitta supervisor. 4 ta 5 ta supervisorga bitta menejer. Mana shunaqa qilib ketaveradi. Sizga HR kerakmi, yo'qmi, balki kerak emasdir, bilmadim. No,
aniq sizda struktura o'zgaradi. To есть misol uchun sizda agar vodiyni qaraydigan bo'lsak, vodiyda 15 ta agent bo'lsa, hech bo'lmasa 3 ta supervizor bo'ladi. 3 ta supervizor bo'lsa, bitta menejer bo'ladi, u vodiyga qaraydigan. Va ularni ishi mana shu qaysi tochkalarda yaxshi ishlanmayapti, qaysi tochkalarda oqsash bor, o'shalarni topish, o'rganish va o'sha tochkalarda rivojlanish, o'sish nuqtalarini topish. Shu bo'ladi. Bularga ko'makdosh HR ham bo'lishi mumkin. 50 ta xodimda HR bir nima bilmadim, HR menejer olishingiz mumkindir. Ularni qarab оформление qiladi, nazorat qiladi, ishga oladi, suhbatlar o'tkazadi. Bu tarafda o'zini oqlashi mumkin. Lekin hozir sizga shart emas. Ha, hozir shart emas. Hozir shart emas. O'zi 12 ta xodimingiz bor. O'zingiz ham boshqara olasizda ularni. Ha, hozir boshqa o'zi menda hozir kompaniyani qayerda ishlaysan desangiz, o'zim HRman. Sotuv bo'limiga o'zim qarayman. Zo'r. O'zim shu 12 tani o'zim. Bu normalniy holat. Boshida именно siz kichkina bo'lganingiz uchun 12 ta xodim bilmadim, men shu bitta xonaga sig'adi. O'tirasizlar, har kuni sazvon qilasiz, har kuni ular bilan gaplashasiz, har kuni ularga zadacha qo'yasiz. Shunaqa. Kunda oxirida yoki haftani oxirida tekshirib olasiz. Mana shu sizni harakatlaringizni o'ziga sekin-sekin o'syapsiz. Ha, shunaqa. Siz harakatingiz to'xtasin, to'xtaysiz. To'ppa-to'g'ri. Как бы bu yerda katta risk bor. Shu sizni harakatlaringiz to'xtamasligi kerak. Sizni ishtiyoqingiz, sizni energiyangiz doimiy ravishda yuqori bo'lishi kerak. No, vaqt keladi, iloji yo'q, sekin tashkiliy tuzilma qilasiz. Sizni tagingizda ikkita menejer bo'ladi, bitta menejer bu tarafga, bitta menejer bu tarafga qaraydi. Har bitta menejer tagida 2-3 tadan supervizor bo'ladi. Supervizorlar tagida 5-6 tadan targ'ib agent bo'ladi. Mana shunaqa qilib sekin boshqarasiz. Hozirgi nimangizga, savolingizga mana kengayibman. Kengayishdan bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtaganingizni sababi, скорее всего, bozor ham o'z общий to'xtagan. No, sizda o'sish imkoniyatlari juda katta. Hisoblab chiqdik, qaysi viloyatga kirishingiz mumkin. Fokus qilardim o'sha siz bor viloyatlarda liderlikda yanada kuchaytirib olish. Chunki hozir скорее всего lider emassiz. O'sha yerda lider bo'lib olib va tashkiliy tuzilma nuqtai nazaridan, boshqaruv, insonlarni boshqarish nuqtai nazaridan osonroq viloyatlarga, misol uchun, vodiy sifatida o'sha yerga kirsangiz, osonroq boshqarasiz, nimani jo'nata olasiz. O'sha yerga bitta supervizorda, u полностью yoki menejerda o'sha yerda qaraydi. O'sha yerdan boshlagan bo'lardim. Ishga olish nuqtai nazaridan именно sabablarni ko'proq o'rganishni boshlardim. Nima uchun ketib qolishyapti? Yana bitta narsa ham o'zimda ko'raman-da. Mana shu 12 ta xodimni bitta menejer olib kelib, shundoq berib yuborsamda, o'zim agar yana 12 ta yig'a olaman desam, yig'a olaman-da. Tushundingizmi? Bor fokusim anovi 3 yillik tajribasiga ham qaramasligi mumkin. Yangilarni olish mumkin. Chunki ustida ishlay olaman, bemalolman. Shunaqa qilsam ham bo'ladi. No, bu juda riskovanный nima? Nimaga? Chunki siz hozir polni bitta menejerga berib yuboraman desangiz, u скорее всего sizchalik qara olmaydi. Hozir mumkin. O'shaning uchun poetapni qilish kerak. Mana qaysidir regionlarga bitta menejer sekin qo'ydingiz. Ikkita menejer oldingiz. Va ularga sekin-sekin topshirishni boshladingiz. O'zingiz ham nazorat qilyapsiz. Va bu yoqda sekin o'zingiz vaqtingizni bo'shatib, yangilarni olishni boshlayapsiz. Hozir o'shanga bu yerda iloji yo'q. Qanaqadir menejerlar, supervizorlar qo'yishingiz kerak. Mana agar Vodiy yoki Toshkentda aytadigan bo'lsak, Toshkentda misol uchun hozir siz kamida yana bir 5-6 ta nima qo'shsangiz, agentlar. Bu degani уже bir 2 ta supervizor kerak sizga, ular boshqarish uchun. Va siz уже agentlar bilan emas, supervizorlar bilan ishlaysiz. U supervizorlarni odatda qayerdan olasiz? Eng zo'r ishlayotgan agentlaringizdan olasiz. Misol uchun potensiali bor, tahliliy bir ko'nikmalari bor, ko'rib turibsiz, opiti yaxshi, menga qarang, keyin deysiz. Sen men bularni boshqarasan, hozir qo'shimcha odamlar ham olamiz. Sen ishchilarni olishni boshlaysan. Hozir siz olardingiz, endi u oladi. Предварительный suhbatlarni qiladi. Aytaylik, 5 tasi bilan suhbatlashib, bittasini olib qoladi-da, mana deydi, Ilyos aka, men bu bor deydi. Keyin siz u bilan gaplashasiz. Shu orqali siz vaqtingizni ekonom qilasiz. Ekonom qilingan vaqtni qayerda qilasiz?
qayerga sarflaysiz? Boshqa viloyatlar, misol uchun Farg'onaga kirish dedingiz, Namanganga kirish dedingiz, u yerda. U yerda ham hozirgi Andijonda xodimlardan bittasini kuchligini olib, chunki sizni kompaniyangizni biladi, opiti bor, boshqasi bor, qadriyatlaringizga to'g'ri kelgan oldingizda, endi menga qarang, san bularni boshqarasan. Nima qilasan? Zadacha Farg'onaga, Andijonda, Namanganda ishlashi mumkin bo'lgan xodimlar top. Oldin o'zingiz axtarayotdingiz, endi unga top deyapsiz. Xuddi shu. Keyin Toshkentga aytdingiz, u yoqqa aytdingiz. Agar Qashqadaryo, Surxondaryo bo'lsa, u yerga keldingiz. U yerda menejer qo'yish hali erta bo'lsa, o'zingiz axtaryapsiz. Tushunyapsiz? Chunki u yerda bor, qo'ydingiz, bu yoqda axtaryapsiz. U yoqdagilar bilan sazvon qilyapsiz, o'zingiz boryapsiz. Mana shu tariqa sekin ko'paydimi? To'xtab tur deysiz. Mana shu supervizorlar bilan ham gaplashishga bitta vaqtim yetmayapti-da, bitta menejer olasiz. U как sizni zamingiz bo'ladi. Tushunyapsiz? San mana bunga qilgan. Kimdir ishlab chiqarishga, boshqasiga qaraydigan, sizda outsource bo'lsa kerak-a? Kimdir chiqarib beradi. Bu degani ishlab chiqarish tarafga javobgar bitta boshqa odam. Chunki o'zingizni vaqtingiz yetardi, hozir yetmayapti. Chunki savdo bilan u yoqda odam bor. U yoqqa odam qo'ydingiz-da, u odam bilan postoyan suhbatlashyapsiz, savdo tarafdan suhbatlashyapsiz. Qarabsizki, sizni moliyangiz уже tarqalib ketyapti. Moliyachi olasiz. Moliyachiman bor hozir. Bormi hozir? Hozir ha. Moliyachi bor. U outsourcemi? Yo, ichingizda ishlaydimi? Yo'q. Shu kompaniya. Lekin poni moliyam qiladi. Yo'l kirasigacha haqiqatan kompaniyada nima kerak bo'lsa, shu poni qiladi. Moliyachim bor. Necha pul rasxod qilganman, necha pul foyda aniq ko'ra olaman. Preparat yetkazib berish bo'yicha xodim bor. Birorta preparatim uzilib qolmaydi. 1-2 kun raditsiya qilmasa, hech qachon uzilmaydi. Har doim yetkazib berishda muammo yo'q. U tomonlar yo'lga qo'yilgan. Zo'r. Menda eng katta muammo sotuv. Masalan, ertaga 10 ta ishchi olsak ham kuchimiz yetadi shu narsani yetkazib berishga. Zo'r. Bu tomonlama muammo yo'q. Mana shu muammo shu xodimda. Bu yerda mana agar mana xodimlar nimasini ham agar sotuvingiz yaxshi bo'lib tursa, xodimlar problema yo'q. Tushunyapsizmi? Yo'q, o'zi sotuvlar yaxshi bo'lib tursami, bu mana shu yoz qimirlatib qo'ydi-da. Azaka tushundingizmi? Mana shu yoz o'ylantirib qo'ydi sizni. O'tdi. Chunki baribir topishingizga yarasha rasxodingiz. Men sizga aytaman, bu bozorlarda вообще qancha rivojlanayotgan bozor bo'lsa, bu bozorlarda mana shunaqa yozlar ko'p bo'ladi. Nimaga? Chunki siz bilan o'tiribmiz gaplashib. Hozir boshqa qaysidir ishlab chiqaruvchi ham xuddi shu fikrda. Bilasizmi? Katta kompaniyalar ham shu fikrda. Yo'q. Hamma desangiz ham bo'ladi. Hamma shu fikrda, hamma o'ylayapti. Qana qilib men bozorda qolishim kerak. Qarang, mana bozor yiliga agar 10-15% o'ssada, siz 2x o'syapsiz, 100% o'syapsiz. Qolgan 90% qayerdan kelyapti deyman. Qayerdan kelyapti? Birovning evaziga keladi. Bu degani, agar o'smayotgan bozorlarda har doim kompaniyalar kimnidir evaziga o'sadi. Faraz qiling, 5-6 yil kimnidir evaziga tinmasdan o'syapsiz. Bu nima degani? Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Shu patolog bo'ladi deganda. Patolog уже kelib bo'lgan. Tushunyapsizmi? Mana siz ham o'smaysiz degani. Patolog kelib bo'ldi va siz 5-6 yil davomida bozorda tempidan tezroq o'syapsiz. Aytaylik, bozor yiliga 10% o'syapti. Siz yiliga 50%-100% o'syapsiz. Qanday qilib? O'zi bozor 10% o'ssa, siz 100% o'sasiz. Bu degani kimdir o'smayapti degani. Kimdir bozordan chiqib ketyapti degani. Shu birovni o'rniga o'sishni boshlayapsiz. Bu degani, agar birovni o'rniga siz o'syapsiz, yana kimdir o'syapti birovni o'rniga, odatda 4 ta kompaniya birovni o'rniga o'sadi. Oxir oqibat bozorda 3 ta top lider qoladi. Har qanday bozorda 3 ta top lider qoladi va qolgan 4-5-o'rinni bir 10-15 ta kompaniya bo'lib oladi. Aytaylik, sizni nimangizda, bozoringizda bir 15 ta, 20 ta kompaniya bo'ladi va где-то 90% bozorda 3 ta, 4 ta kompaniya bo'lib oladi. U 3 ta, 4 ta kompaniyada shunaqa savdosi ko'p bo'ladiki, что uni
brend qurishga, yangi preparatlar chiqarishga, marketingga o'sha polniy sarflashga, odamlarni zo'r xodimlar olishga, trade marketingda sarflashga, distributsiyani shakllantirishga har doim kichkina o'yinchilardan ko'p pul bo'ladi. Ha, Sizda shansi yo'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Siz chiqib ketasiz bozordan. Oxiri sizni chiqarib yuboradi. tushundim. Sizni zadachangiz yo o'sha 4 ta 5 talikka kirib olish, tezroq o'sib. Agar bozor yo'l qo'yayotgan bo'lsa, siz gapingiz bo'yicha hozir yo'l qo'yyapti. O'sib olishingiz kerak. Shunaqa. Agar o'smasangiz, bozordan chiqib ketasiz. То есть vыбор sizniki. O'shaning uchun mana 30-yilgacha qo'ydingiz. Shu оборотda o'saman. O'smasa ham bo'laveradimi degan agar xayol kelsa, yo'q, bo'lmaydi. O'smasangiz chiqib ketasiz. To'ppa-to'g'ri. Tushunyapsiz? Siz yo tevaga qarab o'sasiz, liderlikni olasiz va katta kompaniyaga aylanasiz yoki bozordan chiqib ketasiz. Bo'ldi, boshqa variantingiz yo'q. Siz o'zingiz tanlaysiz, qaysi yo'lda yurishni. В принципе, men o'ylayman, hozir sizda taxminan agar sizni gaplaringiz bo'yicha hozir men как бы bu sizni gaplaringiz haqiqat deb qabul qilyapman-da, to'g'ri deb turib. Va agar shu gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, в принципе, imkon zo'r. Bozor ancha siz uchun bo'sh, to есть kirsa bo'ladi, o'ssa bo'ladi. Men ham shunaqa Men ko'raman. как minimum bir necha x o'sish variantlarini ko'ryapman. Agar o'sib tursangiz, kirdingiz, bozor bor joyda, в принципе, xodimlar topish unaqa katta muammo bo'lmaydi. Sizdagi xodimlarni hozir olib ketib qolishidan yagona sabab просто siz o'sha ularni tizimli boshqaruv qilmayapsiz deb o'ylayman. То есть tizimli deganda, keldi, oldi, nima qilyapsan, o'rganish. Nima ketib qolyapsan, kim bilan ishlayapsan, qanaqa nasiya dedingiz, balki qaysidir joyda nasiyani ocharsiz. Yo'q, menda shu maqsad yo'q shu. Nasiyaga kirmaslik. Umuman. Chunki nasiyadan chiqqanman-da. Men 23-yilgacha berganman nasiya. Berganmanki, nimaga yopasiz? Pul kelmagandan keyin yopasiz. 23 tayyorgarlik ko'rdik. 100% ga o'tishga 23 10 yil bo'yi tayyorgarlik ko'rdik. Zo'r. Strategiyasini tuzdikda, sekin tayyorgarlik ko'rdik. Bizda unda 20 ta edi xodim. Bizda nima qildi? 2024-yili 5 ta xodim qoldi. Zo'r. Keyin 100% ga o'tib, mana shu hozir patolog kelgan joyimiz 12 ta. Yaxshi, agar siz 100% ishlayman va bu nasiyaga o'tmayman deydigan bo'lsangiz, okey, bu zo'r. Yaxshi, agar eplolayotgan bo'lsangiz, qiling buni. Lekin meni shaxsiy fikrim, borib nasiyaga o'tiladi hamma bozorlar. To есть nasiya birinchi mana qarang. Hamma nasiyaga ishlab turib, nasiyadan chiqib turib, keyin hammasi nasiyaga o'tadi. Masalan, kola o'tmaydi-yu. Nimaga? U o'taveradi mana nima bilan, korzinka bilan nasiyaga ishlayveradi. Korzinka bilan bo'lishi mumkin-da. Lekin siz agar misol uchun sitvoy aptekalar bor. Deylik, qaysi sitvoy aptekaga nasiyaga berdingiz. Hamma yoqda ofitsialni o'tkazdingiz. Dogovoringiz bor. Ular to'lab beradimi sizga? Problema yo'qda bular bilan nasiya ishlash. Sizdagi problema nimada? Nafaqat sizda. Menga juda ko'p tadbirkorlar keladi, nasiyaga ishlamayman, nasiyaga ishlash yomon, nasiyaga bir nima yo'q. Nasiyaga ishlashni o'zi muammo emas. Nasiya bilan ishlashni bilmaydi. Tushunyapsizmi? Mana tovarni yukladik, o'tkazib yubordik bularga. Bular bilan agar do'g'rimiz bo'lsa, ofitsialniy перечисление qilsa, agar u to'lamaydigan bo'lsa, uni sudga beramiz. Agar bu normalniy biz bilan rivojlanmoqchi bo'lgan kompaniya bo'lsa, bizni tovarni oldi, sotdi, puli tushdi, bizga beradi. Tushunyapsizmi? Odatda nimaga bermaydi? Chunki u kompaniyani o'zi yo hisob-kitobi yo'q. Bilmaydi, что sotib olgani va puli kelganini. Har balonali, uchot yo'q. Ikkinchisi, u moshennik bo'ladi. То есть biladi, что sotib oldi, puli bor, u pulini qatqadir sarflab yuboradi. Keyin sizga to'lamayman, ertaga beraman, indinga beraman deb yuraveradi. Bu bitta masala. Ikkinchi masala, shunaqa moshennik bo'lsa, agar moshennikki u to'la olmaydigan kompaniya deylik. O'shanaqa kompaniya bilan siz davomiy ishlab boraverasiz yana. Bilib turibsiz, o'zi bermayapti pulni. Siz yana отгрузка qilaverasiz. Men aytaman, nima beryapsiz? Endi hozir bermasam, haligi pulimni ham bermaydi deydi. Agar siz davom etaversangiz unga berishdi, u kattaroq summani bermaydi sizga. Hozir kichkina summa borligida to'xtatib qo'ying deyman. Yo'q, o'shanga bormaydi-da, nasiyadan bezillab qoladi.
конечно bezillaydi. To'g'ri, agar unaqa nasiyani to'g'ri boshqarishni bilmasa, kompaniya kirmaydi nasiyaga deyman. Ha. Kirmagan yaxshi. Yo, men o'zi kirmoqchi Da, emasman. zo'r. Kirmay, mana shunaqa. Chunki og'rig'im bor-da. Zo'r. Bu og'rig'ingiz ketishiga qanchadir vaqt kerak bo'ladi. Bu keyin o'tasiz demoqchimisiz? Baribir o'tasiz. Kattalashganingizda katta sitlar bilan ishlaganingizda iloji o'tasiz. U paytda siz birinchi talabingiz yo beliga polni o'tasiz, hamma bilan beli ishlaysiz. Ikkinchisi o'sha nasiyani kontrol qilish instrumentlarini joriy etasiz. Endi bu katta mavzu. Bu bugungi zaprosni mavzusi emas, no buni xudo xolasa keyingi nimalarda ko'rib chiqamiz. O'shanga hozirgi zaprosingiz bo'yicha bironta savol qoldimi? Yo'q, hozir savol qolmadi. Mana kompaniyani brendi bor. Mana shu paytgacha kompaniyani brendiga masalan отдельный pul ajratilmaganda. Hozir masalan moliyachi olganman, o'sha bu yog'iga отдельный ajratib, shu 5 ta ijtimoiy tarmoqda mana shu xudo xolasa yangi oydan yurish boshlaydi. Ungacha qilmagansiz? Yo'q, shungacha shunga pul ajratilmagan. So'ramoqchi bo'lganim, agar shuni qilsam, kompaniyami brendi oshib boradimi? Конечно. То есть mana qarang, sizda bitta preparat bor. Qaysidir preparatni men olyapman. Siz qanday buni sotyapsiz? Bu preparatni sizni mana shu preparatni yoki tovarni sotish uchun vositachilar bor. Qurilish bozorida ustalar bor, do'konchilar bor. Sizda ustani o'rniga doktor bor, aptekar bor. Yana qanaqadir bir nimalar bu vosita bo'lishi mumkin, No, asosiy ikkita shu vosita bor. Siz doktor bilan ishlayapsiz va nima bilan ishlayapsiz? Apteka bilan. Men shu vosita sizni preparatingizni sotib olmoqchiman, iste'molchiman. Men bilan ishlaganingiz yo'q hali. Men bilan через doktor yoki через aptekar ishlayapsiz. Bu yaxshi, ancha samarali usul. Agar men bilan ham ishlashingiz mumkin. Unaqana ishlaysiz. Unda men bilan yo televideniya orqali, yo Instagram orqali yoki qaysidir vositalar orqali, billboardlar orqali menga ham informatsiya jo'natasiz. Va men buni ko'rdim. Instagramda ko'rdim sizni, billboardda ko'rdim. Keyin doktor aytdi, aptekaga kirsam ko'rdim, aptekar aytdi. Qancha ko'p kasaniya bo'lsa, точка прикосновения, o'shancha effektivность oshib boraveradi. Ishonchli. Da, ishonaman, ko'rdim. Chunki odam biron narsani sotib olish uchun avvalambor o'sha narsa haqida eshitish kerak, uni ko'rish kerak. Keyin unda shu narsaga nisbatan qanaqadir iliqlik paydo bo'ladi. Misol uchun siz ham eshitmagan, ko'rmagan insondan unchalik ishonmaysiz o'sha insonga. Demak, o'sha odamni ko'rasiz, eshitasiz, tanishasiz, yana ko'proq ko'rdingiz, ko'proq eshitdingiz, o'sha do'st bo'ldingiz, keyin uni gapiga ko'proq ishonishni boshlaysiz. Begonaga ishonmaysiz. Nimaga? Chunki uni birinchi marta ko'ryapsiz. Xuddi shunaqa odamlar ham birinchi marta ko'rayotgan preparatga ishonmaydi. Uni har bir televideniyada ko'rdi, har bir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi, o'sha iliqlik paydo bo'ldi. Keyin doktor u haqida gapirsa, effekti kuchayib boradi. Bir necha x kuchayib ketadi doktorning gapi. Tushunyapsizmi? Единственный masala o'sha ijtimoiy tarmoqlarda buni olib borish va buni yetkazish, to'g'ri pozitsionirovание qilib odamlarga ko'rsata olish bu qiyinroq masala. O'shanga buni обязательно yaxshi mutaxassislar bilan puxta o'rganib chiqib, sizni brendingizni negizida qaysi g'oya yotadi, buni qanday uslubda yaxshiroq bo'ladi yetkazish, bizni auditoriya kim, buni chuqur tushungan professionallar bilan ishlasangiz, keyin yetkaza olasiz. Bitta yana katta challenge bu yerda, siz bu narsani qilganingizda katta o'yinchilar bor. Международный kompaniyalar, ularni byudjeti katta. Tushunyapsizmi bunga? O'shaning uchun ular televideniyada chiqa oladi. Shunaqa. Televideniyada chiqish juda qimmat. Tushunyapsizmi? Siz hali televideniyada chiqa olmaysiz. O'shaning uchun yaxshi o'ylabsiz, ijtimoiy tarmoqlarda qanaqadir bir nima deydi, sizni hozirgi оборотlaringiz, hozirgi foydangizga prinsipi to'g'ri keladigan kanallarda foydalanib обязательно chiqish kerak. Buni davomiy, misol uchun sizda
uzoq muddatni ko'zladingiz-ku. Shunaqa uzoq muddat. Uzoq muddatda qaraydigan bo'lsangiz, tinmasdan agar chiqib investitsiya qilsangiz, arziydi. Yo'q, buni o'zi bo'ldi, hozir qildik. Masalan, hozir boshlanishiga summani aytaveraman. $2000 ajratdik. Har oyga. Ha. Yo'q, bu har oy emas, $2000 bizni necha foizimizga to'g'ri keldi, xolos. Okay. Biz ertaga qancha foiz ko'rgan sarimiz, u foiz o'sib boraveradi. Zo'r. Shunaqa endi hatto birinchi qadamni bosaylik degan narsani qo'ydik. Nima bo'lganda ham boshlash muhim. Boshlang. Qaysidir joyda qisqa muddatda bu narsa effekt bermaydi. Sizga sразу. Yo'q, uni agarda siz hozir brend quraman desangiz, masalan, просто kelib qoling, olib qoling, hozir bizda skidkalar boshlandi, zo'r nima deb turib chiqarib sotaman deydigan bo'lsangiz, bu sezonda qanchadir effekt beradi, no uzoq muddatda effekt bermaydi. No siz brendni tanishtirib, nima uchun sizning preparatingiz yaxshi, nima uchun siz kompaniya o'laroq menikini sotib olish kerak. Nima uchun sizga ishonishim kerak? Siz kimsiz o'zi? Siz qanaqa tipdagi, qanaqa turdagi korxonasiz? Sizni brendingizni falsafasi, qadriyatlari nima degan chuqurroq ma'noli gaplarda savollar bersam, ularga javobni bersangiz, ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, billboard bo'ladimi, вообще umuman marketing harakatlaringiz orqali. Unda men sekin-sekin siz haqingizda fikr shakllanishni boshlaydi. Va u fikr odatda 3 yil davomida shakllanadi. Qarang. 3 yil. Sizga 3 yil davomida mana shu tinmasdan qilsangiz, o'shanda kuchli effekt berishni boshlaydi. Mana shu reklamalar. No, ungacha turib berish kerak. Agar yo'q, men 1 yilda sotib ketaman desangiz, qilmang deyman. Siz hozir savol beryapsiz, qilaymi desangiz, yo'q, qilmang. Siz nima qilasiz hozir bekordan bekor sarflab? Undan ko'ra bosing, savdoni qiling, keyin baribir chiqib ketmoqchisiz deyman. Siz aytyapsiz, yo'q, kamida 30-yilgacha hozir reja qildik. Undan keyin 40-yilgacha qilaman, katta kompaniya qurmoqchiman. Men bu bozorda liderga aylanmoqchiman, ertaga eksport qilmoqchiman, dunyo bozoriga chiqmoqchiman deydigan, katta global fikrlar bo'lsa, unda обязательно hozir boshlash kerak. Shunaqa. Qancha erta boshlasangiz, o'shuncha yaxshi. Shunaqa maqsad kelajakda dunyoga olib chiqishda kompaniya. Zo'r. Xudo xolisa. Menimcha mana shu yerda sekin yakunlaymiz suhbatimizni. Men umid qilamanki, zaprosingizga, savolingizga javob topdingiz. Xudo xolasa, endi bitta narsaga yana aytib o'tishim kerak bu yerda. Biz odatda qaysidir zapros bilan kelamiz-ku, tam konsultantga yoki yana kimgadir. Biz aytamizki, bizda tam 10 ta muammo bor. Aytaylik, tam brend bo'yicha, savdo bo'yicha, HR bo'yicha, tam zakup bo'yicha, moliya bo'yicha deb ketaveramiz. Shu hammasini shu bitta tiqib turib, bitta javob olsam deymiz, ular ishlamaydi. Va korxonangizda ham shunaqa. Korxonangizda 10 ta muammoingiz bo'lsa, 10 ta muammodan eng muhimi qaysi deydi. Qaysi muammo sizni ko'proq ushlab turibdi? Ko'proq sizni rivojlanishdan to'xtatyapti. Buni odatda biz o'sish nuqtasi deymiz. Ingliz tilida bottleneck deydi. Ya'ni sizni узкое горлышко deydi. Qaysi muammo to'xtatdi? O'shandan boshlaysiz. O'shani to'g'riladingiz, keyingisiga o'tasiz. To'g'riladingiz, keyingisiga o'tasiz. Ko'pchilik yo'q, hammasi muhimda, hammasiga tashlaydi. Hammasiga tashladingizmi, hech qaysini qila olmaysiz. O'shanga bugun bitta muammoni ko'rib chiqdik. Siz bu muammoni ustida ishlang, fikrlang, keyin keyingi safarga, keyingi nimalarda, keyingi o'sish masalasi kelganda, keyingi muammoga o'tasiz. Kelganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, menimcha yaxshi natijalarga erishasiz. Perspektiva bor. Ishlaringizga omad. Azaka rahmat. Xursandman.